Assalomu alaykum, xormanglar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, sog'liqlaringiz, ahvollaringlar. Bugun bizda необычный tandem, shu yerda 3 ta o'ziga xos insonlar bilan yig'ilib o'tiribmiz. 2023-yil, bugun 2026 bo'lsa, 3 yil oldin qattandir qanaqadir ideya kelib, ularga Sahroyi Kabir cho'llariga 250 kilometr yugurishga, ya'ni 50 gradusli issiqda borib kelishgan insonlar sizlarga juda ham qiziq bo'layotgan bo'lsa, kim bu insonlar, nimaga bunaqa ishlar qilishgan? Ular yonimda o'tiribdi, Xudoga shukr tirik, yana harakat qilishyapti shu joyga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shavkat aka, Ulan aka, Alisher aka. Endi savol, nimaga Sahroyi Kabirda 250 kilometr, 50 gradus issiqda yana nima uchun bunaqa ultramarafon o'tishni niyat qildinglar? Qayerdan kelib qoldi? Men javob bera qolay masalan, o'zi yuguruvchilarni Everesti borda. Poxodga borayotganlarda o'zini nimasi bo'lsa, yuguruvchilarga ham Everesti bu dunyoda 3 ta eng qiyin ultramarafon bor. Shulardan bittasi Marafon des Sables. Bu Sahroyi Kabir cho'llarida 250 kilometrda 6 kun davomida bosib o'tish kerak. Bu qayerdan bu ideya keldi deganingizda, meni yaxshi do'stim bor, Super Sport Dubayda asoschisi. Toshkentga kelganda u bilan bir piyola choy ostida biz suhbat qilganimizda men Renatdan so'radim. Renat, seni hayotingdagi wow starting bu qaysi deb aytganimda o'ylanib turdi-da, Shavkat dedi, bilasanmi? Meni hayotim Marafon des Sablesgacha va undan keyin bo'linadi. Nima uchun desam, uni his qilish uchun u yoqqa borib ko'rish kerak. Shundan keyin men o'ylanib yurdim. Bu Marafon des Sables haqida internetlarda ko'p ma'lumotlar oldim. Bitta italyanец yo'qolib qolgan 13 kun, sali qolgan o'lishiga. Bularni hammasini ko'rib, borsammi, bormasammi deb ikkilanib turdim. Bir o'zim borishga qo'rqdim, gap ochig'i. Ulan aka bilan ekoparkda probeshka qilayotganda men aytdim, Ulan aka, ketdingmi Marafon des Sablesga desam, Ulan ketdi. Bu meni orzuyim dedi, ketdik bo'lmasa. Undan keyin Alisher aka ham bizlarda sport klubimizda birga trenirovka qilib yuramiz. Alisher aka aytdilar, yigitlar, men ham sizlar bilan, mendan ham shunaqa orzu bor dedilar. Shu bilan orzuyimiz mana shunaqa amalga oshdi. Uchalanglar hal qilib ketdinglar. Hamma narsa uni qizig'i shundayki, biz 23-yil qatnashgan bo'lsak, bu ideyani o'zi 22-yil paydo bo'lgan. Demak, 1 yil oldin. Shu 22-yil bu nima shuni bir qaror qildik. Keyin bunday ro'yxatdan o'tdik. Ro'yxatga o'tishlik yo'lida ham juda ham bir katta nima deydi, muammo desa bo'ladi, chunki moddiy, ma'naviy, chunki u yerda nima ishtirokchilarni o'zi xohlovchilarni soni juda ham ko'p. Ularni o'zi ishtirokchilarni soni u yerda cheklangan, 1200 tadan. Shunga biz o'zbekistonliklarni uchalamizni ham buni qabul qilishganiga biz ham xursand bo'lib, bunday tayyorgarlik ko'rganmiz. U qancha tayyorgarlik ko'rgansizlar, to есть? Qanaqa tayyorgarlik bo'ladi? U har doimgidek biz qiladigan trenirovkami yo usilenroq, qanaqadir boshqacharoq? Endi bizni tayyorgarlik jarayonimiz qish vaqtiga to'g'ri kelib qoldi. Anomal sovuqqa to'g'ri keldi. Eng shunaqa nima. Biz endi 2 gradus. 8 oy oldin agar boshlagan, 8 oy oldin boshlagan bizda tayyorgarligimizni, undan 6 oyini aktiv ravishda nima qilganmiz, shu tayyorgarlik qilganmiz. Shuni 6 oyi bizaga eng shu sovuq O'zbekistonning qishiga to'g'ri kelib qoldi-da. Shunda biz endi har shanba, yakshanba 30-35 kilometrdan yugurganmiz. Men bu kichik halqa yo'lini bir necha martadan mana shunaqa qilib, keyin yangi O'zbekistonga yugurib, mana shunaqa qilib har xil marshrutlar bilan o'zimizni zeriktirmasdan uzoq masofalarga yugurib shunaqa tayyorgarlik ko'rganmiz. Bu hech kim unaqa bo'ldimi? Qaysidir ma'noda shu yugurayotgan paytinglar naryoqda Saharada kam trenirovka qilma yoki mana shuni trenirovka qilib yuborsam bo'lar ekan deb bir pand bergan joylari bo'ldimi? Ulan manimcha zo'r. У нас тренер, так как тот, который нам порекомендовал, Ринат Мустафин, один из основателей Суперспорт Дубай, он был основным тренером, так как он уже 2 раза проходил эту дистанцию, и мы под его руководством тренировались. Он контролировал наши тренировки, записывал, вот как Алишер говорит, когда мы бегали, мы постоянно бегали с рюкзаком.
То есть мы, значит, у нас там разрешенный, допустимый где-то 12 килограмм. Вот мы начинали, по-моему, с 5 килограмм, там 6 и увеличивали нагрузку. И вот последние тренировки, помню, там 10 килограмм даже я туда заворачивал баклажки, воду и одеждой, прям грузил эту рюкзак. И вот мы в этих не только мы просто бежали 30 километров, 35, а еще этим весом, рюкзаком, потому что мы уже должны были, потому что там в Сахаре мы с этим рюкзаком же бежим, поэтому надо было, организм к этому должен был привыкать. Undan tashqari shu tayyorgarligimiz jarayonida biz ikki marta marafon yugurdikmi? Yo'q, 3 martami? 2 marta marafon yugurdik. Bittasini Dubayda, ikkinchisini Toshkent marafonida. Sumkalar bilan? Ryukzaklar bilan Dubayda-ku biz cho'lga chiqib bu yerda bir kecha yotdik ham. U yerda butun hamma ovqatlarimizni ham o'zinglar bilan olib. o'zimizdan olib, u yerda uni yeb ko'rib, mana shunaqa qilib tayyorlanganmiz. Men o'zimdan lekin hech ham butun o'sha qilgan tayyorgarligimizdan qoniqqanman. U yoqda hech ham nima bo'lmagan. Qiyinchilik ham shu Ulan akada bo'lganda, hali oxirigacha yetmadilar. Это уже там в самом внутри, да, когда мы были 90 километров, да, у меня было заражение, мозоли были у меня в ногах, и они, заражение, температура была. Вот. Bu обстоятельства только, to'g'rimi? То есть tayyorgarlikni unga aloqasi yo'q. Есть, физическая подготовка обязательно надо. Да? Вот Алишер то, что сказал, в Дубае, когда мы бежали, мы тоже там рюкзаками бежали. Это имитация старта, чтобы организм примерно понимал, что его ожидает, чтобы заранее был подготовлен. Да? Так мы в палатке ночевали, кушали это сублимированную еду, которую мы будем кушать, попробовать, да? Потому что так как Ренат уже проходил, поэтому он нам посоветовал, чтобы мы прилетели обязательно в Дубай. Заодно мы там дубайский марафон пробежали, и один ночь мы по пустыне ночью в этих рюкзаках, я помню, там бежали, какие-то пустыни, ничего не видно, и мы куда-то попадаем, да? Через компас просто. Да, и потом мы там где-то установили палатку, в этой палатке спали, ночью холодно, утром опять рано встаем и опять бежали. Это попался 14 февраля, мы еще там пели песни, было весело. То есть эти тренировки надо делать обязательно, потому что организм физически должен быть морально, физически должен быть готов. Lekin baribir ham qanaqa ham tayyorgarlik ko'rmasangiz ham ожидание и реальность degan narsa bor. Tamoman boshqa narsa. Umuman boshqa narsa. Hozir unga kelamiz. Men bu sumka to'g'risida gapiruvdingiz. O'z sumkalarda nima, mana 12 kilogrammgacha mumkin bo'lsa, asosan nima narsalar olinadi? Sizlar nima oldinglar? Nima olish kerak emas edi? Qayerdadir xato, kamchiliklar bo'ladi-yu, baribir birinchi marta qatnashgansizlar. O'shalar to'g'risida. Tashkilotchilarda talabi bor. Mana shu ryukzakning ichida обязательно, ya'ni majburiy bo'layotgan perechn narsalar bor, keyin ixtiyoriy narsalar bor. Majburiy narsalar bu misol uchun pichoq bo'lishi kerak, oynacha bo'lishi kerak, termoidеала bo'lishi kerak, kompas bo'lishi kerak. Undan tashqari yada atsos bo'lishi kerak. Agar ilon-pilon chaqirsa. Ilon-pilon chayon chaqsa, baribir bu yovvoyi tabiat. Shunaqa. Juda bir 15 taga yaqin perechn bor. Keyin yana muhim bo'lgan narsa bir kunga 2000 kaloriya ovqat bo'lishi kerak. Sublimirованный ovqat. Xohlasangiz sublimat bo'lmagan ovqat olsa ham bo'ladi, lekin Sublimat bu sublimirованный ovqat degani bu o'sha любой bir taomni hamma suvini tortib olganda quruq bo'lib qolgan. Xuddi mana bu Rolton lapshalarga o'xshagan. Issiq suv yoki yaxtak suv solsa ham bo'ladi. Sahro sharoitlarda bu baribir qanaqadir bo'tqaga qaynab ketadi. Uni yuborsa bo'ladi. Nima uchun 2000 kaloriya? 2000 kaloriya bu limit, sutkasiga shuncha 2000 kaloriya siz olishingiz kerak shu maralarni zabt etish uchun. Shuning uchun taxminan hisob-kitob bo'ladi 7 kunga kuniga 2000 dan 14000 kaloriya minimum bo'lishi kerak. Sahroga kelganingizdan keyin mana shu hammasi tekshiriladi. Va shu gonka vaqtida ham выборочно bironta ishtirokchini ushlab, ochib, ichidagi narsalarni ko'rish mumkin. Agar shu обязательно перечнdan biron narsa bo'lmasa, qanaqadir shtraflar bor yoki gonkadan yechib olish xavfi ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun minimalni 8,5 kilogacha edi, menimcha, maksimalni shu 12-12,5 gacha bo'lish kerak bo'ladi. Lekin suv o'zinglar bilan olmasdinglar.
Endi bu ekstremalniy gonka. Bunda siz hamma narsani o'zingiz bilan olib yurasiz. Faqatgina suvni checkpointlarda beradi va suv ham chegaralangan. Sutkasiga 12 litr limit suv bor. 12 litr. Bu sizni yeyishingizga ichish kerak, ichishingizga, yuvinishingizga. Mana men misol qilib doim aytaman, 1 litr suv menga ertalabga yetardi. 1 litr suv ertalabga yetardi. 1 krujka choy ichishga va yuvinib, tahorat qilib, ertalabki kunga tayyor bo'lishga 1 litr suv yetardi. Qolgan 11 litr nima qilardingiz? Qolgan 11 litr birdaniga olmaysiz suvni. Mana ertalab start bo'ldi. Sizga hech kim hech narsa bermaydi. Birinchi checkpoint где-то 12-15 kilometrdan keyin bo'ladi. Ha, bu bitta nuqtadan ikkinchi nuqtaga borguncha hali checkpointlar suv beradi. Keyingi bu nuqtaga kelganingizdan keyin yana suv beradi. Общий finish qilganingizda, finishda yana suv beradi. Finishda beradi bitta 5 litrlik va bitta 1,5 litrlik. 1,5 litrlik ili beradi, ili bermaydi. U ham gonkaning uzunligiga qarab, normal shu 5-6 litr suv sizga mana bugun finish qildingiz, ertalabki startgacha yetish kerak. Bu ovqatlar unda qarang, ertalab emas, birinchi kun aytaylik o'sha 10-12 kilogramm davomimiz birinchi kuni og'ir bo'ladi. Demak, oxirgi kunga kelib u yengillashib boraveradi. Lekin bizda bir qiziq narsa bo'lgan. Biz mana kecha keldik Sahroy Kamirga. Bir kecha, bir kun o'sha yoqda bo'ldik. Ertasi kun bizda hamma narsa bizni qabul qilib oldi. Ryukzaklarimizni o'lchab oldi, ichidagi narsalarni tekshirdi, spravkalarimizni ko'rsatdik. Все, mana bugun kechqurun uxlayapmiz. Ertalab start. Mana bugun ertalab uyg'ondik, misol qilib aytayapman. Mana bugun ertalab uyg'ondik 7 da. 8 da start. 1 soat vaqtimiz bor. Ulan aka olov yoqdi, biz choy damladik, bir ko'k choy, qora choy damladik, ichiga shakarlar soldik. Uchalamiz halik bakalashkani kesib bunday qadah qilib qo'yib, xo'sh mana Sahroy Kamir marafon boshlanyapti. Omad bizaga deb urishtirib, qo'ydaki choyni ichdik. Bu bo'ldi birinchi va oxirgi ertalab ichgan choyimiz. Nima o'yladikki, biz har kuni ertalab mana shunaqa choy damlab, qo'shilmasdan bu bo'ldi birinchi choy va oxirgisi Sahroda. Nimaga qolgan kunlarga nima xalaqit berdi? Mador yo'q. Ertalab turasiz. Maksimal uyquni olish uxlab olish kerak. Turdingiz, hali qayerda o'tin yo'q, olov yo'q, choy damla yo'q. 1-2 qulp suv ichib yuraverasiz. Undan tashqari biz shu birinchi yugurgan kunimiz 35 kilometr yugurganmizda, o'sha ryukzaklar bilan. Biz ryukzaklarimiz o'sha ixtiyoriy bo'lgan narsalarda biz juda ko'p narsalar olgan ekanmiz o'zimiz bilan. O'sha yerda shakar, hali qandlar olganmiz endi ertalab choy ichishlik uchun. Shunga birinchi yugurib kelganimizdan keyingi ahvolimizni ko'rsangiz edi. Uchalamiz ham bir-birimizga qarab. Chunki butun yelkalarimiz qonab ketgandi. Og'irligidan nima? Chunki biz o'ylardikki, bu nima bo'pti? 100 gram ekan, bu nima bo'pti? 200 gram ekan. 100 gram, 200 gram nima degani? 100 gram, 200 gram Sahroda 55 daraja issiq bo'lgan paytida yugurganingizda 10 kilomdan 20 kilo bo'lib ketadi belingizda. Shunga kelganimizda shundan nimalarimizni tashladik, ryukzaklarimizni chiqarib, butun yarmini mana olgan narsalarimizni hammasini chiqarib tashladik. Ertalab ertalab bizni o'sha nimalarimizni, palatkalarimizni yig'ishtiradigan o'rtaga berberlar bor, nimada, Sahroda yashaydigan nimalar bor, qabila. Ular yordam berishadi, nimaga o'sha tashkilotchilarga yordam berishadi. Ertalab kelib butun palatkalarni yig'ib, taxlab, undan keyin yangi borgan joyimizga yana hammasini o'rnatib beradigan odamlar. Keyin ular endi har kun ertalab soat 5 da keladi, uxlayapsizmi, uxlamayapsizmi, unga qaramasdan yig'ib chiqib ketaveradi, taxlab nimalar. Shunga biz ularga ertalab o'sha butun hamma bizning chiqqan narsalarni ularga bersak, xursand bo'lgandan qarasaki, shuncha noyob narsalar ichidan har kuni birinchi bo'lib bizni palatkamizga kelib olib tashardi, chunki yoqardi, har kuni bir narsa chiqardi. Biz har kuni kelganimizdan keyin bo'ldi, men kuchim yo'q, men buni ham yo'q qildim, buni ham berdim qilib. Ular keyin palatkani anlarni yig'ib bilan yig'may turib uxlab olsin, dam olsin. Biz oldimizga kelishardi. O'zi Renat bizga aytdi, yigitlar dedi.
olmaylar ko'p narsa. Mana bu kerak emas. Biz Dubaydan $70 mana bunaqa power banklar oldik. Quyoshdan o'zi nuridan zaryad oladi. Oldiga shuni telefonni qo'ysangiz, telefon zaryad oladi, fonarlar yonadi, suvda cho'kmaydi, olovda yonmaydi shunaqa zo'ridan. Rinat aytibdi, buni nimaga oldilar? 700 gram. Kerak emas bu. Endi baribir ham biz o'zbekmiz, shuni o'zimizda his qilmasak, kimdir maslahat bersa, "Sen bilasanmi, men bilamanmi" degan tushuncha bor-da bizda. Shuning uchun biz maksimalni full komplektatsiya qildik o'zimizda. Lekin birinchi startdan keyin, birinchi kun Alisher akam aytdi, 35 kilometrdan keyin full komplektatsiyadan hammasidan voz kechdik. Yo'qda endi tirik qolish uchun maqsad tirik qolish, power banklarni sразу termobilyolar, даже karimat yerda uxlamasligi uchun karimatimiz bor edi. Shu karimatni shu belimizda razmeriga qarab kesib oldik-da, qolganini tashlab oldik. Ha, shu bel tursa. Даже ulan aka shoshilib mana bu zaryadchilarni berganda GoPro'ni zaryadchigini ham berib yubordi serverlarga. Зарядка bilan ketyapti. Lekin o'tda generator bo'lganda kechqurun. Нет, только у этих, где организаторов, у них есть где медицина, где интернет, вот им создается условия, потому что они как обслуживающие, да, как персонал, а для участников, то есть все вот темно ночью, у всех фонарики есть, вот в этих фонариках. Ночь наступает, с фонариками ходишь там. От палаток там чуть дальше какие-то фонарики горят, значит люди в туалет ходят. O'zi telefon hozir endi baribir telefon jinnisimiz yo'q. Baribir kunimiz faqat telefonda o'tadi, boshqalarda o'tda telefon kerak bo'ldi sizlarga o'zi. Shavkat aka находил даже. Bularni telefoncha boshqacha bularni aloqalari telefon bilan bizga kelgan o'ta umuman nima yo'q. Связь. Там вообще. И yoqda hech qanaqa internet bo'lmagandan keyin nima bo'lganda nima kerak bor? Shundan bizada detoks bo'ldi. Va zo'r. Lekin bularda kelib shu haligi shuna sahroni shunaqa eng ichida endi haligi biz ham yo'llardan o'tganmiz, biz ham yo'llarni yugurdik. Hech kimga internet nasib qilmadi, faqat shu Shavkatjonga bitta joyda nima bir kuni yo'qolib ketdilar. Ikkinchi etap, har bir etapda o'zini limiti bor. Bular endi mendan oldin hammasi yugurib finish qilgan. Ammo shu ikkinchi etapda bilmadim shu 15-mi yo 20-kilometrda bir cho'qqida internet paydo bo'lib qoldi. Xotirjam shu yoqqa o'tirib oldim, internetda yoqib, uydagilar bilan gaplashib, Instagram, Telegramlarga hamma joyda publikatsiyalar qilib, biz sahroda mana deb 1 soat qolib ketdim-da. Biz bo'lsak o'sha nimada o'tirib, istimalab o'tiribmiz, chunki qarasak vaqt hozir limitga ulgurmasangiz yechadi sizni. 15 minutmi, 20 minutmi quvvati yo'q-da bular. Biz hali yugurib yotibmiz, qayerda ekan, aytdim borib ana nimalarga aytaymikan, qaranglar, GPS-laridan qaranglar, chunki bizada ryukzagimizga ular GPS trackerlar qo'yishganda. Shunga men bularni qarashsin, nima qilishsin deb, bu yoqqa boraman, bu yoqqa kelaman, bular ham Ulanbek ham aytadi, ketik borib aytamiz, borsin, uni qarasin, bular qidirsin qilib. Kelsak, kelyaptilar, bir 5 minut qolganda, necha minut qolganda ashulalarni aytib kelyaptilar. Tinchlikmi desak, men u yoqda qayerda internet bor ekan deyman deb. O'tsizlar xotira olsizlar. U tirikmi yoki u qanaqa tirik bo'lsa ham kech qoladi hozir. Siz emas, siz bularni internet topganda. Shuncha 1200 ta odam ichidan bitta shularga internet nasib qilgan. Bular kerak bo'lganda, endi baribir internet yaxshi ko'rsalar Shavkat aka. Misol aytaylik, o'sha tasavvur qilasizlar, Dubayda o'sha trenirovkalar bo'lyapti, undan oldin 1-2 marta marafon bo'lyapti. Undan keyin birinchi kun ertalabdan choy ichasizlar, yuguryapsizlar. Kechqurun kelib tushundinglar, choy ichish kerak emas ekan, har kun ertalab bunga vaqt yo'q. Qaysi payti anu keldi? Bir aytadi-ku, qiynalish keladi, qiynalishdan keyin o'sha smireniya keladi, bo'ldi. To есть hozir bar qiynalar ekanman deb taqdirga tan berib, shu kunimiz o'tsin bo'ldi deydigan holat keladiki, oxirida finish keladi. O'sha jarayon qanaqa o'tgan sizlarda o'zi? Qaysi kuni, mana birinchi kundan o'sha keldimi qiyinchilik? Qiyinchilik birinchi kundan keldi. У меня тоже первый же день я понял, что это серьезный. Первый день, когда прибежал, понял, что тут очень тяжело. И каково? Mana birinchi kun tushunildi, o'zi asosan ko'pchilik birinchi kun o'zi tushunsa kerak o'sha ryukzaklar, holatlar bilan. Yana shunday, yana 6 kun, 5 kun shunaqa yugurish kerak.
Вот То это не есть- заканчивается. Вот этот именно, когда ты участвуешь в Ironman или какой-то марафон, есть начало, есть конец какое-то определенное время, да, и вечер, если даже Ironman полная дистанция, 7 утра, часов 10-11 вечера, ты уже обратно придешь в этот отель или в номер, или домой, да, опять же это душ, опять же матрас, опять же, то есть все условия опять же человеческие, да, нормальная Да, жизнь, да. возвращаешься. А тут ты приходишь, и ты еще, и это только начало, да, первый день, и столько дней еще. И вот этот морально, и вот тут люди ломаются еще психологически, когда это на самом деле тяжело. Я так думал, что когда я до этого, до Сахары, по-моему, пару айронменов делал, думал, меня спрашивал, ну как там, я говорю, ну что там, 3 дня мы бежим по 30 с чем-то километров, там, если мы утром 7 стартанем, где-то в обед придем, потом до вечера будем лежать, ну, под палаткой, ну, жарко, ну, зато будешь лежать, отдыхать, это же лучше же, да? На следующий день опять пробежали, ну, один день, вот я думал, 90 километров, я никогда не бежал. Четвертый день, Четвертый день будет. Вот это, я думаю, будет тяжело, а остальные, ну, что там, 3 дня по 30 с чем-то, потом 90, потом 42 марафон, потом 10, ну. А когда первый день я прибежал с рюкзаком по этим дюнам, по этим горам, и настолько это тяжело, даже Ironman, вот тогда я понял, что Ironman сделает это намного легче, даже полную дистанцию. Мне это пришло с первого дня, я понял, как Алишер сказал, я все раздал тоже все свои вещи. Sizlarda qanaqa bo'lgan? Yo'q, o'zi manda rostini aytsam, biz mana bu juda qiziq voqea bo'lganda, biz kelganimizda shuni avtobuslarda olib kelishganda biz Sahroga. Avtobusga olib kelishganda biz hali tushganimizdan keyin, avtobusdan tushganimizdan keyin darrov ha Sahro ekan, bu ekan, u ekan qilib darrov telefonlarni chiqarib bir-birimizni nimalarga videolarga olib mana shunaqa qilib yurgandik. O'sha kuni kechqurun, shu kunni o'zida kechqurun nima bo'lgan? Qumli bo'ron. Qumli bo'ron bo'lgan. Haligi u bo'ron shunaqangi bir dahshatli narsa bo'lar ekan, chunki biz haligi nimamizni, palatkamizni uchirib ketmasligi uchun ani tirgovchilarni olib qo'yganmiz-da. Ustimizga shunday o'sha palatka yopilganda, o'sha yerda yotganmiz. Ustimizdan bo'lsa, hali gupillatib, bilasizmi, bittasi xuddi birov oldingizga kelib, mana shunday bir chelagan emas, bitta bir teleshkada qumni tashlab ketadigandek-da. Shu osmondan mana shunaqa gupillatib, bilmadim, 1 tonnami qancha haligi qum tushgan ustimizga, haligi tugagandan keyin shunda chiqsa bir-birimizga qarab yuribmiz. Hamma yog'imiz qumda. Qum yo'q joyini o'zi yo'qda. Men aytdimki, dedim, bu hali boshlanmasidan. Shundan keyin Shavkatjon aytdilarki, buni dedilarki, biz noto'g'ri ish qildik dedilar. Nimaga desak, biz o'z kelishimizdan haligi o'zbeklarning odatini, urf-odatini qilib, assalomu alaykum deb bundoq bir haligi tushganimizdan keyin Shu bilan ko'rish kerak edi. Mana bir salom berib degandek, o'shandan keyin har safar endi bizda bilasizmi, bir tomchi suv bizaga juda ham tansiq edi. Biz uni shunaqa isrof qilmasdan sarf qilardik. Haligi bir kimimiz ochkimizni yuvish kerak bo'lsa, bundoq tegidan nimamizni boshimizga o'raydigan shapka kepkalarimizni tutib turardik. Haligi u yoqdan ortgan suv bu yoqqa tushib, bu yoqqa tushmasin deb. Lekin shunda ham yana ozgina qolganda cho'l haqi dirdilarda, cho'l haqini to'kib qo'yardik. Mana shunaqa qilib biz undan keyin o'zimizni Oho. Lekin hozir bitta xato ish qildik. Nima xato ish deganda biz ultramarafonga slot olib qo'ydik. Slot olganinglarda o'zi uydagilar tushunganmi qanaqa usloviyaga ketayotganinglarni? O'zi slot olishimiz umuman bir tarix bo'lgan. Biza ular bilan kelishdik, boramiz deb, Alisher aka hali yo'q edilar. Biza ular bilan slotni oldikda, shu super sport guruhimiz bor, Telegramda o'sha yoqqa tashladik. Trenerimiz sразу "Sizlar jinni bo'lib qoldlaringizmi? Nima uchun buni oldilaringiz?" dedi. Keyin Renatga video tashladim. Renat dedi, "Mana esingdami, Sahro Kabir haqida gapirib beruvdik. Biz ular bilan registratsiya qildik." U sразу qaytib chiqyapti menga. "Shavkat, nima qilib qo'yding?" "Men hazillashdim" deb. Aytdim, "Nimaga hazillashasan?" dedim. "Bo'ldi." Keyin aytdiki, "Bo'lgan ish bo'ldi, bo'lmasa men o'zim sizlarga yordam beraman, tayyorgarlik ko'rishga" deb aytdi. Endi men ijtimoiy tarmoq hech kim bilan maslahat qilganim yo'q. Uydagilar bilan maslahat qilganim yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarga, storiesga sразу mana Ulon aka bilan Sahro Kabirga registratsiya bo'ldik deb yozib tashladim. Yubordim. Uyga kelsam, oyim yig'lab turibdilar. "Men seni hech qayerga qo'yib yubormayman." Sahro Kabir deb internetga, даже Google'ga yozsangiz, birinchi chiqadi mana shu 80-yilda italyanец yo'qolib qolgan.
89-yildan. Bu payt GPS оборудование bo'lmagan. Bo'lmagan. Yo'qolib qolib 13 kun yo'qolib qolgan, sal qolgan o'lishiga, lekin ikkita pochkasini keyin almashtirdilar. Hozir natsionalniy geroy Italiyada u. Shuni ko'rasizda videosi. Buni ko'rganingizdan keyin men ham ilk bor shu Sahroy Kabr marafon haqida qaraganda shu videoni ko'rib, voy bormasam yaxshi manimcha deb qoldim-da. Uyga kelsam oyim yig'lab o'tiribdilar, qo'limdan ushlaganda, "Men seni hech qayerga qo'yib yubormayman. Sen ko'rdingmi, qanaqa qiyin u?" Yo'q. Aytdim, "Oy, bilasizki, men maqsad qo'ydimmi, baribir boraman, men bir o'zim ulan bilan." Keyin Alisher aka jamoamizga qo'shilganlardan keyin oyim sal xotirjam bo'ldilar. "Mana Alisher aka bor ekanlar, Alisher aka qarab turarlar sizlarga" dedilar. Aytdim, yana bir qiziq joyini aytaymi? Biz aeroportda uchib ketyapmiz Marokkoga. Mana uydagilarim, ularning uydagilari, Alisher akaning uydagilari endi kuzatishga chiqqanlar. Alisher akaning ukalari bor, Aziz aka. Aziz aka mana sekin chakka tortlarni. Shavkatjon billah, akamga qarab qo'yasiz. Bir yoshlari hali tomon 50 dan baland. Qarab qo'yasiz dedilar. Yo'q, bo'ldi, Aziz aka bo'ldi. Alisher aka bilan doim bizda nima borda? Sport bor. Men shu Sahroy Kabr ultramarafonga qatnashyapmiz deb aytganimda, hamma "Wow" derdi. Bizlarning jamoamizda Alisher aka bor, 55 yoshda desam, 2 marta "Wow" bo'ldi. Alisher akam doim aytadilar, "Siz nima uchun meni yoshimda hammaga aytasiz? Nimaga meni qarib deb aytasiz? Men siz qari emassiz" deb aytaman. Abiyoq Aziz akam kelib, akamdan bahor bo'lib turing. Men Alisher akamga buni aytganim yo'q. Lekin shu 7 kun cho'lda bo'lgan bo'lsa, 7 kun mendan bahor Alisher akam dedi. Doim "Shavkatjon, yaxshimisiz? Qorningiz to'qmi? Suvingiz bormi?" Hamma narsadan mendan bahor. Kelgandan keyin Alisher aka shunaqa bo'luvdi, Aziz akam shunaqa desa, "Men Azizni ko'ziga ko'rsaman" deb. Endi mas'uliyat bo'lganda sizlarga nisbatan endi bari javob berishim kerak. Mas'uliyatni zo'rini aytaymi? Mas'uliyatni zo'ri. Mana biz Alisher aka bilan Junadan tushib ketyapmiz. Junadan tushgandan keyin bizga 1 kilometrlik mana shunaqa pastlik. Pastlikdan tushdik, keyin bu yoqqa tekislik. Sekin ketyapmiz. Bitta belgiyeец inqillab ketyapti. Yuryapti, yig'layapti-da. Keyin Alisher aka inglizchani biladilar, "My friend" dedilar, "Nima bo'ldi sanda?" Bu aytdiki, "Suvsiz qoldim" dedi. Shunday qarasam, Alisher aka qanaqa saxiy inson. Shuni butilkalarni ochib, yarim butilka suv solyaptilar unga. Men aytdim, "Alisher aka, nima qilyapsiz?" Men bo'lsam bermasdim suv. Chunki u yoqda har kim o'ziga javob berish kerak. Yarim butilka suvlarni berdilar, u suvni ichib ketdi. Keyin biz finish qildik, otelda o'tiribmiz, bir chiroyli oppoqqina yigit keldi, Alisher akamga shu rahmat dedi. Alisher aka kim desam, "Bu ana suv bergan belgiyeец ekan" dedi. Shunaqa, shuning uchun Alisher akam faqat menga emas, ularga emas, даже notanish odamlarga ham sahroda suv berish bu oltinga teng-da. Mana shunaqa saxiy bu kishi. Bu holat qarang, mana bitta belgiyeец aytyapsiz singanda. Endi baribir hamma katta kishilar-yu, endi hammasi bola chaqali, nevarali insonlar bo'lishi mumkin. Har xil turdagi, har xil davlatdagi insonlar kelgan. Erkak, ayol. Ular baribir odam o'zini statusi bor, boshqasi bor. Скорее всего, o'sha Saharaga borganda sinadi-da. Qanaqa holat teng? Endi teng ham mana etos belgiyeец ketyapti, yig'lab ketyapti. Bu ham bir tasavvur qilish qiyin-da chetdan, yig'lab ketayotgan katta odamni. Shunaqa holatlar o'zingizlar bilan bo'ldimi? Qanaqadir haqiqatan singan paytinglar? Menda singan vaqtim bo'lmadi, lekin qiyinchilik vaqtida men Toshkentdagi marafonni esladim. Chunki biz 23-yilda Toshkent marafonni polmon shu ryukzaklar bilan ichiga ulan aka aytgandek suv solib yugurganimizda yomg'ir yog'gan shu kun. Marafon startdan finishgacha faqat yomg'ir yog'di. Biz endi o'zimiz tempimizda, katta tempda emas, kichkina tempda yugurishimiz kerak. Biz 5 soat shu 42 kilometrda yugurdik, yomg'ir tagida. Shunaqa maza qilib yugurdik, yomg'ir tagida. Alisher akam shunda aytibdilar-ki, "Yigitlar, bu yomg'ir bilasizlarmi? Saharada hali eslaymiz buni, maza qilib yuguraylik. Haligi to'g'ri yo'l bo'lsa, mana bu yoqda loja bo'ladi. Biz lojalarni bosib yugurib ketyapmiz-da, xuddi yosh bolaga o'xshab. Ana shu Sahroy Kabrda qiyin bo'lgan vaqti Toshkentdagi marafon esimga keladi. Qanaqa zo'r edi, osmondan suv chiqardi. Lekin bunaqa переломный moment bo'lmagan. Men o'ylayman, bunga biz asosni keldik bu startga. Tayyorgarligimiz ham yaxshi bo'ldi. Menimcha bunaqa переломный moment ulan akada bo'lgan bo'lishi mumkin. Manda bunaqa переломный moment bo'lgan. Qanaqadir hissiyotlar bo'ldi, qayerdadir ko'z yoshlarim bo'ldi. Misol uchun men finish qilganimda shunaqa baqirib finish qildim. Men hayotimda bunaqa baqirmaganman.
Даже o'sha Tugadi deb. asoschi har bir finishyorga medal taqganda, u ham meni quchoqlab, men bilan birga baqirdi. Yo, men endi travma deganda ham baribir o'sha qanaqadir sinishlar boshqa emas. Uni ichida qanaqadir nimalardir tushunib olish bo'ladi-ku, осознание чего-то, что-то bir boshqacha bir narsani tushunib olish, nimadir qadriga yetish. Katta tog'. Ko'zingiz bilan qaraysiz, nahotki shu tog'ni ustiga chiqaman hozir deb o'ylaysiz. Lekin inqillab, qiynalib, ko'zingizda yoshlar bilan chiqasiz bu tog'ni ustiga. Tog'ni ustiga chiqqaningizdan keyin bu qiyinchiliklar hammasi bir tiyinga aylanadi. U tog'dan ko'ringan landshaft, Manzara. go'zallik, manzara, shabada. Go'zallik deysizmi? U просто qum hamma yo'q. Yo'q, voy. Endi mana bu sizlar nimadir ko'rdinglar deb o'shatdi. Siz cho'l deb o'ylaysiz. Qum deb aka bo'ladi. Yo'q-da, unday emas. Bu juda Endi sizlarga o'xshab agar 250 kilometrga podpisatsiya qilib har kuni qiynalganimda men uchun o'sha qumning bir zarrachasi ham go'zal bo'lib tuyulardi menimcha hayotning go'zalligi. Yo'q, unaqa emas. U haqiqatan ham, lekin sahroni olib qaraganimizda, sahro bu bir Alloh taoloning bitta bir mo'jizasi desak bo'ladi. Chunki sahro o'zi u nima desa bo'ladi? Bitta bir power band desa bo'ladi-da. Shunaqangi, chunki u butun Afrika bilan Yevropa mintaqalarini iqlimiga juda katta ahamiyati bor-da. Shu issiqni distributsiya qilib beradigan shu bitta bir katta, bitta bir hub desa bo'ladi-da. Lekin o'zi o'zgacha, lekin sahro juda ham nihoyatda go'zal bir cho'lda. Uni biz cho'l deganda biz o'ylardik doim haligi nima qum, shu nimadagi Dubayda ham yugurib yurganimizda haligi qum hamma yoq qumloq, boshqa nimasi bor. Sahroda bo'lsa u yoqda shunaqangi tog'lari go'zal tog'lar, chunki biz mana kechasi 90 kilometr yugurgan kechamizda hamma yoq qop qorong'i endi. Faqat shu oy, yulduzlar ko'rinsa, boshqa hech narsa yo'q-da endi. O'sha peshonangizda fanarik, shu fanarik bilan yugurasiz. Lekin bunda atrofga qaraganingizda bu tog'larning shaklini ko'rsangiz, bittasi baloni shaklida, ikkinchisi quyonni shaklida, mana shunday qilib tomosha qilib ketaverasiz-da. O'tdagi bu nima bir shunaqa bir oazislarga ham kelib qolganmiz. U yoqda haligi suv bor, ozgina bir qanaqadir o'simliklari ham bor. Tepadan qaraganingizda u yoqdagi butun o'sha manzaralar, bu tog'lar, yugurganimizda u yoqda nimalari ham bor, lekin juda bir xofli joylari ham bor. O'tdagi toshloq joylari. Bunaqa biz toshloq desak, haligani yalpoq, u nimadan daryodan qolgan nima deb o'ylaymiz. O'tdagi toshlar bo'lsa qirrali toshlar. Xuddi bir chaqlab o'tgandek. Mana shunaqasida o'tkir o'tiradi. Biz 2 kundan keyin Shakajondan bizni oyog'imizdagi krossovkamiz ustiga gaiters degan narsani kiyamiz-da. Uni qumdan nima qilib turadigan, hali qum krossovkaning ichiga kirmagan. Yulva bo'lib ketganda, o'tirib ikkalamiz uni tikib nima qilganmiz, chunki agar uni kiymasak ustiga qumga to'lib yugura olmaymiz endi. Shunga bu qumni o'zini gapirganimizda biz rang-barang, 4 xil fraksiyadagi 4 xil rangdagi qumni ko'rdik-da biz o'rtada. Yumshoq, xuddi bir kraxmalga o'xshagan shunaqa yengil bir oppoq qumdan asosiysi jigar rangi, sal yirikroq nimadan oxirida finishga kelganda bizlarga aytishgan shunaqa biz sizlarni bir ajoyib bir joyga olib kelamiz deyishganda, haqiqatan ham shuna borganimizda bir qizg'ishroq rangda, endi go'zalligini ko'rsangiz bir ikkita tog' bo'lib turibdi-da, o'sha qumli tog'lar ular. Nima emas, haligi oddiy tog' emas, qumli tog'lar bo'lgan. Bu yoqqa qarasak, keyin juda ko'p turistlarni yoqqa olib kelishar ekan, lekin biz sahroni shundoq bir ichidan o'tib bir tomondan ikkinchi tomoniga ko'chib o'tganmiz-da. Shu mo'jizalarni ko'rganimizga muyassar bo'lgan. Desam, sizlarni anaqa ekspert qilib cho'l bo'yicha. 4 xil qum xaritasi, zarrachasida bunaqa mikrofloralar bor demadim. Shu chayonlardan odamlar qo'rqsa, bular chayonni ko'rganlaridan keyin shunday telefonlarini chiqarib qarasam, yugurib ketib, qatga ketyapsiz desam, "Mam chayonni shunday nima qilaydim." Videoga olib qo'ying deb. Bizda har kun ko'rmaysan-ku chayonni. Mana shunday qora chayon, mana shunday. Har kuni yugurganda endi to'g'ri manzarani ko'ryapsiz, tabiatni, marafon yugurganda ham 4-5 soat chidab berish kerak. Nimalardir o'ylaydi. Endi bu yerda bir haftada pashti. Har kuni yugurib ketayotganda
как zerikmaslik uchun nimadirlar qilinadimi yoki nimalarni o'zi o'ylab ketiladi. Endi ko'pincha o'ylab ketilsa kerak-da постоянно. Ketilyapti, просто finishgacha borishim kerak-da, и xayol ketaveradi-yu xatlagadir. Bilasizmi, unda bir narsani mana shu narsani sezdim. Bu yoqda endi baribir ham tirik qolish uchun kurashda yoqda. Yo'qda tirik qolish uchun kurash. Shu paytda bizlarda miyamiz umuman boshqacha ishlarkan. Dunyo muammolari, ishxonadagi qanaqadir muammo, oiladagi bir qanaqadir muammo bo'lsa, qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar bular hammasi shuni kesiladi. Blokda. Hammasi kesiladi. Siz va sizni dunyochangiz bo'ladi mana shu sahara. Ya'ni sizni vazifangiz marragacha yetib borish. Biz birinchi kundan o'zimizga shu programmani berdik. Shu finishga yetib borishimiz kerak. 90 kilometr uzun masofani uchalamiz birga o'tamiz. Qolganini hamma o'zining tempida o'tadi. Shunaqa kelishdik. Hamma o'zini valnasida, hamma o'zini dunyosida o'tdi bu narsa. Shuning uchun qanaqadir dunyo muammolari sizni umuman u yoqda aloqasi bo'lmaydi. O'zingiz bilan o'zingiz qolganda Там процесс идет такой, с одного чекпоинта на другой чекпоинт, где-то примерно 10-12 километров каждый чекпоинт, вот у тебя есть 3 литра воды, вот ориентируешься, столько выпить, чтобы добраться до следующей. И тут еще играет роль такой накапливающая усталость, если мы привыкли, как ты сейчас сказал, что марафон там 4-5 часов выдержать, да, потом опять же ты возвращаешься к нормальной жизни, а там вот это все накапливается ежедневно, каждый день. То есть 30-35 километров там пробежать, я не знаю, это, у меня проходил 5-6 часов также. Ты с такой нагрузкой, с погодным условием, и ты когда приходишь, вот там, чтобы ты представлял, такая вот палатка, да, по краям ставятся эти палки, оно продувается со всех сторон, да, и там тонкие они одеяло такое кидают, и они даже это место, они не перебирают камни, и мы сами приходим, убираем какие-то камни снизу и спишь. И у тебя спальный мешок. Но мы же в обычной жизни привыкли, там, матрасе ногу так сделать, так, да? А спальный мешок, оно же еще узкое. И первые дни как-то ты даже это не дискомфорт создает. Надо спать, и застегиваться надо. И ночью тоже ветер идет, прям тебе продувает песок. И ты утром, когда стоишь, вся лицо как будто в песке. Да? И в этой же футболке ты каждый день носишь одну и ту же футболку. У тебя нет лишней, у меня было 2 футболки. Оно соленое становится настолько. Утром, когда одеваешь, еще же под утром опять просыпаемся, пока что-то приготовить, еду, что-то подогреть, да, оно такое твердое, как становится, и ты его одеваешь опять. И до первого чекпоинта оно немножко, ты потеешь, и опять он нормальной футболкой становится. Да? К вечеру он опять как этот комбинезон. Можно поставить, да, в угол поставить. И когда вот это все ежедневно накапливается, и это психологически давит. Участники, как Алишер сказал, 1200, финиширует половина. Да, мы 700 каждый день 56, нам приходят, говорят, сегодня 50 человек сняли, сдались. С нами был из Румынии один, у нас в палатке 7 человек вмещается. 8 человек, 7 человек, в общем. Вот один из них, Тибериус, он на второй день или на третий день сдулся. То есть он уже приходит туда второй год, и второй год не могут, то есть на третьем или на втором этапе он уже все сдал, собрался и уехал. Его друг остался с нами, он финишировал. То есть это вот именно вот каждый день нагрузка накапливается, плюс не та еда, вот 2000 калорий. Мы же в течение дня же мы обычной жизни больше съедаем, разнообразно. А тут же еда, она невкусная, сублимированная еда, это не та, вот как Шапкалька красиво сказал, воду убрал, а потом еду. Да нет, там, даже ролл там, который мы здесь кушаем, бич-пакеты, они настолько вкуснее, и эти вообще нету вкуса ничего. Мы воду заливаем, вот там есть видео, где мы втроем делаем пюре кушаем, там от пюре даже не похоже. Но мы лишь бы все это кидаем и осознанно понимаешь, что нужно закинуть столько-то калорий, чтобы ты впереди сейчас ожидать. А мы ежедневно мы не знаем, примерно они дают карту, вот сегодня там второй день, здесь чекпоинт, здесь ну вот какие-то горы нарисованы, но ты представления нету, какая гора ждет тебя. Вот каждый день этап, оно непонятно. И вот мы знаем, сегодня бежим 36, а что ожидает нас? Там дюны будет, горы будет, непонятно. И мы вот это все кушаем, и идешь, и приходишь выжатый просто. И теперь завтра еще ждать всю ночь. Потом еще, а там туалет же еще, знаешь, туалет тебе дает пакетик. И ты должен сходить в этот пакетик, все как вот собаки, люди, животные гуляют, да? И вот это упаковывать, и еще мусорку там из... И вот это все ежедневно тебе нагрузка, знаете? И многие люди, привыкшие
лакшери жизни, Да, комфортно. европейцы, да, много из других стран. Они туда приходят для того, чтобы когда ты пробудешь там, ты понимаешь ценность тех вещей, которые ты до этого имеешь в жизни, да? И вот у меня сейчас до сих пор, когда у меня в жизни какие-то трудности, вот сейчас ураза держим, да, там, пока, как его, вечерний намаз, как? Таравих. Таравих, когда закончится, приходишь уже в 11, да? В 11 пришел, поговорил с женой, с детьми, уже 12 ложишься, в 4:30 встаешь, опять сухур делать, там уже на работу. 4 часа, я себя успокаиваю, слушай, ты 4 часа в нормальном кровати поспал, успокойся, ты душ принял, нормальную еду покушал, чего ты Воды ноешь? попил. Воды попил сколько надо, Офигеть, успокойся. да. И это настолько меня ставит сразу на место, я даже голова выкидывает вот эти мысли там, типа ты же не поспал, да, надо же было там 10 спать, ты же мало спишь. Ну, вот и многие вещей просто оно тебя лечит. И вот я один раз прошел, Алишер Шавкатаки, они едут в этом году еще. Я вот не один раз прошел, мне столько лет оно еще. Это воспоминание меня ставит на место, успокаивает, то есть приземляет, как говорится, да, чтобы oyog'i yerdan uzilmasdan, да. Ana uni kayfi sizda hali ham borda. Hali ham Uni bor. Alisher aka shakti ketib qoldi, to'xta. Yana doza olish kerak. Yengilab kelish kerak. To'xta, что-то biz o'zimiz отдельно bo'lib qolamiz. Qolganlarni ham tortaylik da shkoladan. Go, короче, zo'r Там aniq есть, в topdim. интернете есть песни, как Шавкатаки заставляет людей. В общем, вот так. U mana oxirida finishga kelayotganda, o'sha etiklik shuncha paytlar o'tdi. Finishdan ham oldin bitta savolim bor edi. Hech urushib qoldinglarmi? Между собой. Что-то Улан aka вот так делает. Такие моменты были, у нас, когда 90 дней, 90 километров, когда мы шли, где-то на, уже солнце уже заходило в этом моменте, уже в каком-то моменте, уже нервы на пределе были. Ulan aka Да. kulib qo'yaman. Да, что-то там было, я даже не помню детали, но уже все мы шли, в каком-то месте, у нас есть даже видео, в каком-то месте мы пели. Вот самый, ну, там такой был момент, все говорили, что Пели какая-то это- большая гора была. Peli это мы. Я снимал на видео. Да. Снять это, самое главное, видите, это на видео снять, оставить на память. А внутри... Ну, в общем, вот там был вот 90 километров, когда мы бежали, ну, ходили, бежали местами. В общем, там была одна гора, самая большая. Его надо до определенного времени надо было пройти. То есть там организаторы, если кто в определенное время туда не проходит, их уже снимают, потому что они уже все. То есть по всем параметрам, по временем они уже не успеют финишировать там, или опасность и так далее. Вот мы добирались, еле до этой горы, потом когда вот как длинная спуск километровый, мы спустились, чекпоинт, а потом уже вот как-то длинная вот пошла, где мы бельгийцев встретили. Да, там были ситуации, когда у меня еще нога начался вот в этот период, у меня боль, я вот наступаю в ногу, и у меня прям голову бьет, да? Понял, да. Я не могу наступить. Я хожу, и у меня боль. И, конечно, Ular 39 isitmamdan o'tganlarda o'sha как раз istimalari ko'tarilib ketgan, nimadan vrachlardan so'rasak, iltimos qilsak, ular bir qanaqadir o'sha да, og'riq они антибиотики, они антибиотик. или Парацетамол, да, да. что-то дали, Да. они что-то написали. обезболивающий bir narsa berishganda, a bularga обезболивающий уже hech narsa ta'sir qilmaydigan narsada. Bularga Да. уже hozir antibiotik berish kerak. Bularga oyoqlari mana bunaqa ishib ketgan, yiringlab ketgan. Да, я вот- 39 isitma. Вот я вспомнил. Потом я иду, я где-то сзади или сбоку, где-то иду, или вперед я ушел, в общем. Алишер Шавкатаки говорит, они поют песни. Мне так раз, че вы там? Я там накричал, Шавкатаки говорит, а ты что там? В общем, Алишер пришел, вы что там? Или не пришел, в общем, я не знаю. Вот, Endi какой-то bu момент. bir qanaqadir nima deydi bir bo'ladi-yu bir tushunmovchilikmi, bir sekundlik bir qanaqadir nima Yo, bo'ladi bu bo'lsa kerak. tushunmovchilik Lirik emas, chekinish bo'lgan. Bu gluk. Odamda yuqori isitma bo'lganda gluk bo'ladi. Yuqori isitma bilan ketyapti. Shu payt sizga hech narsa yoqmaydi. Oldingizdan bitta chivin o'tib ketsa ham nimaga bu yoqdan o'tyapsan? Aylanib o't deb. Bo'ldi. Abza oldinda yo orqada ketyapsiz, Alisher aka bilan gaplashib, qanaqadir ashula aytyapmiz. Ulanni bu nervisiga tegdi. Короче, jim bo'lasizlarmi yo'qmi dedi. Jonimga tegdi dedi. Короче. Manimcha bez temperatura ham manimcha aytvorardi odam uncha qiyinchilikni ko'rib bo'ldi qilinglar. Yo'q, biz nabarot, bizada nima
amerikalik bitta qiz bizga yana bitta aytib beringlar nima Yana aytyapsizlar? aytib Yana aytib aytib zo'r beringlar. Hech kim aytmayapti. Biz u yoqda baqirib aytyapmiz-da ashulalarni. Biz fonogramma. Живойga. Потом мы пришли к чекпоинту, вот в этом чекпоинте был такой классный чекпоинт, как это может быть лакшери называется. Там шезлонги были, можно было полежать, и палатки там. И вот мы там начали кушать. Я как раз покушал, ну, какую-то еду брали мы. Ну, мы с тобой же берем, да каждый столько-то там, и тем более на 90 дней мы уже запланировали, мы каждый день, у нас еда была запланирована, вот на 90 дней это кушаем. 90 На километров. 90 километров. 90 километров. Это кушаем, это вот так разделено, да? И вот мы на 90 километров тоже распределили, вот в этом чекпоинте это кушаем. Покушал, меня вообще колотит, да? Я говорю, Шавкат, я там палатки, говорю, ну, палатки или что-то было такое, мне на поспать. Футболка у меня мокрая вообще, да? Я быстро его снял, у меня был такой спортивка с Айронменовской, который там был. Я его одел, она сухая же, да, одеваешь вообще так, теплая. Я уснул моментально. И как только уснул, меня тут же будет, говорит, все, надо идти. 20 минут это прошел как, вот, да? Я уснул и тут же меня, я говорю, я же еще не спал, нет, все уже 20 минут. Я говорю, вы идите, говорю. Я вас утром Да. подаю. Я говорю, я сейчас час еще посплю, потом уже как-нибудь там доберусь. Сейчас солнце станет. Не, все, давай одевайся. Я вообще не хочу, вообще, да. Еле как стал, опять этот мокрую футболку одеваю. И, блин, опять. Это уже ночь, глубокий ночь, темно. И мы пошли. Солнце встанет degani bu agar haligi ertalab chiqaman desalar bular o'tmay qolishi ham mumkin edi chunki yoqda soat 5da, soat 4dan 5ga eng haligi sovuq payti cho'lda bizga aytishganda biz termobilyo'li ham olib borganmiz chunki bizga aytishganki kechasi shunaqangi sovuq bo'ladi o'zinglardan bir issiq kiyimlar ham olib olinglar deyishgandi biz borgan yilimiz sovuq shu 4dan 5gacha mashina bittasi burab qo'yganda soat 5da yana shuni o'chirib qo'yadi konditsioneri soat 5dan boshlandi yana 55 gradusda lekin То есть bu ertalabki ertalab soat 5da уже 30dan oshdi havoni nimasi harorati shunga biz agar u yerda ertalab shu ahvolda yuradigan bo'lsalar yetib kelolmasdi shunga Shavkatjon aytdilarki yo'q 20 minutda shunda biz ertalab soat 7ga o'sha nimamizga palatishning garadogimizga yetib boramiz deb shuni planlashtirganmiz edi bularga uxlatmaganmiz. sizlarda lagerda baribir palatka bo'lsa ham hamma bir-birini bilan ko'rishib, gaplashib, boshqa qilib, kimdirlar har xil paytda yugurgan, kimlar bilandir, to есть har xil tempda bo'lganligi uchun har xil odamlar bilan yurgan. Qanaqa odamlar bor edi yana mana sizlarni ko'ryapmiz, chuvyapmiz, qanaqa odamsizlar. O'tda yana qanaqa odamlar bo'ladi o'zi? Вообще organizatorlarga 5 ketish kerak. Rusiy zabon gapirayotgan davlatlarda bir joyga qator yig'gan. Ya'ni sobiq Sovet ittifoq davlatlarining bir qatorga yig'gan bilsa bo'ladi. Misol uchun bizlar palatkamizda 8 kishi bo'lsa, 8 kishi bu O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Belorussiya, Ruminiya, Moldova. 6 ta davlatdan odamlar bor. Bizlardan keyin yana 4 ta chodirlar qayerda faqat rossiyalik deydi. Mana shu hamma butun jamiyat bilan biza gaplashib, o'rtoqlashib, hozircha bordi, keldi, oilaviy bordi, keldi. Juda ko'p tanishlarimiz, qadrdon, bizlar o'zimizda qumli birodarlar deb aytamiz, pischanli bratya. Mana shunaqa pischanli bratyamiz bor. Hammasi antiqa odamlar. Hammasi o'ziga xos, o'zini dunyosi bor. Hammaga o'xshamaydigan odamlar. Va umuman buni olib qarasa, shu 1200 ta kelgan odam hammasi noyob odam. Chunki har kim ham men ketdim Sahroy Kabirda 250 kilometr yuguraman deb demaydi. Keyin baribir borgan odamlarning maskasi ham bo'lmasa kerak-da, naryoqda. Galimda bitta gapi bor. Если ты гнилой, ты не сможешь финишировать марафон до Сабрсdi. Galim bu o'zi bizni Olmatalik o'rtog'imiz, do'stimiz, u yoqda tanishgan do'stimiz. Galimda otasi bilan men o'tgan yil mana shu Fransiyadan Italiyaga suzib o'tdim Asqar og'a bilan 66 yoshda Galimda otasi. Ha, birga suzib o'tdik. Biz birga suzib o'tdik. Shunaqa oilaviy bordi, keldi bordi. Lekin savolingizga kelganda, u yoqda yana ikkita guruh fransiyalik ikkita komanda bo'lgan. Ular o'zlari bilan
invalidlarni, ikkita invalid bolani birgalikda ular nima qilishgan haligi har bir komandada 10 kishidan shundoq bir qanaqadir nimasi bo'lgan, aravasi bo'lgan, o'sha aravani bir moslashtirilgan arava, lekin qanaqa moslashtirilgan bo'lmasa ham uni 10 kishi haligi o'sha tog'lardan oshib mana shu nimalar biz o'zimizni zo'rg'a ko'tarib kelgan bo'lsak, ular 10 kishi yana o'zimdan shu ikkita invalid bolani finishgacha yetkazib olib borishgan shu 6 kun. Yana birinchi kun biz shunday registratsiyadan o'tib bo'lganimizdan keyin kelsak, bitta yigitni ko'rib qoldik. Oyog'i protez. Aha. Keyin yana bitta odamdan tanishdik, u Daniyalikmi ular? Ikkita Kristina bilan otasi. London, Qum kirmas ekan bitta oyog'i. Ha? Shu Hazil qilyapman. Qum kirmas ekan bitta oyog'i yo'q. Cho'rni yumurladan-da. Cho'rda. Ikkinchisi yana bittasi biz ko'rganimiz eng keksalaridan biri bo'lgan, eng keksasi bo'lganmi shu yil 84 yashar kishi qizim bilan birga kelgan, qizi uni yordam berdi. Lekin u 84 deysiz, u ko'rinishidan ancha yosh ko'rinadi. Lekin baribir 84 yoshda o'sha yerga kelgan, u endi 2 kundan keyin shundan 3-chi etapda ular yechildi. U yog'iga davom qilmasdan, lekin kelib biz ham tanishganimizdan keyin u kelib bizga omadlar tilab xayrlashib ketganda, biz lekin unga qarab havas qildik. Biz ham 84 yoshda mana shunaqa bir dirkillagan chollar ham bo'laylik deb haligacha to'xtamay, bir xil o'zi nariga tayyorgarlik ko'radi-yu. 50 yoshlilar o'zini qarilikni nima bo'yniga ilib nima qiladi-yu. Bu yerda 84 yoshda hali 2 etap o'tganda. Если уйти, то красиво deb yo'lga borib что-то не выйдет. Ot finish kuni qanaqa bo'ldi mana holat sizlarda har bittanglarda? Qanaqa finish qildinglar umuman? То есть mana shuncha tugayapti-da, shuncha qiyinchiliklar, boshqasi uyga qaytamiz degan fikrlar bor menimcha. Men finishda lekin ko'z yosh qildim, ozgina. Ko'z yosh qildim, lekin yaxshi yonimda hech kim yo'q edi. Bolalardan men shu xursand bo'lganimdan bu narsani haligi nihoyasiga yetganiga. Lekin ozgina bir achindim ham, chunki nima deydi, shunaqa o'rganib qolganimizdan keyin shuncha odamni ko'rib, har kuni bir qanaqadir bir ajoyib qiziq narsalar, hodisalar ro'y beradi. Shu qanaqadir bir achinarli bir nimasi ham qolgandi-da. Tugadi deganda, shu yana ozgina bo'lsa edi deganda. Keyin chiqib, keyin bolalarni kutdim. Ulanbekni, Shavkatjonni, ularni chiqib, ularni kutib, ularni finishlarini ko'rib, mana shunaqa qilib meni finishim shu oddiy bo'lgan. Я радовался, что наконец-то все это закончилось. Что я остался живой. Вы не сдались, да, самое я не главное. сдался, но благодаря поддержке команды Ашавкатака Алишерике на 90 километре. Вот просто мне крупно повезло в жизни, что вот мы втроем поехали. Если бы один, допустим, я зарегистрировался, вот иногда я думаю, если бы я один зарегистрировался, если бы такой случай был бы, конечно, вряд ли я бы там на 90 километров, там уже уснул бы, и остался бы, и время не уложился бы, там уже дальше больше. Вот поэтому вот этот момент, то, что благодаря команде, вот это все так сложился, все это момент, что у меня есть медаль от рук Патрика Бауэра, отлично от основателя МДС. Это было его последнее участие в МДС в 1937-м. После этого он этот старт уже передал американцам. Теперь он уже не участвует. Все остальные уже 38-й, 39-й, вот в этом году 40-й, уже без участия Патрик Бауэра проходит МДС. Ну вот как-то такое вот хорошее окончание. Sizda-chi? Manda aytdimki boya, shu finishga kelganda baqirib finish qildim. Patrik men bilan birga baqirdi, Alisher akam hammasini videoga oldilar, men O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib finish qildim. Lekin finishda mana finish qildim, medal berdi, lekin bir zo'r taassurotim bor mana shu finishdan. Ijtimoiy tarmoqlardan ham bu roligim bor, sizga ham ko'rsatgan edim. Finish qilgandan keyin bir banachka kola berdi-da. Butilkada.
Mana shu kolani qo'limga olganimda bu finish qilgani, mana bu medal olgani emas, kolani ko'rganimdan imonsiz dahshat bo'ldi. Ha, to есть bu shuncha vaqt davomida unaqa napitkalar berilmaydi. Yo'q yerda u. Прям katta yashikda o'zini qanaqadir местный kolasi, bunaqa Turibdi, qarasangiz. qanaqadir arabcha nima yozilgan. Muzni ichidan shuni chiqarib beryapti. Shuni ushlab muz kolada. Mana aytibman, mana bu kola, mana bugun men yashayman deb. Ichkingiz ham kelmayapti uni, ushlab turibsiz, to'xta men saqlab qo'yaman, to'xta suvlarim tugasin, hamma ovqatlarni. Albatta yosh ham bo'ldi. Finishga bir kilometr qolgandan shu kamerani yoqib o'zimga qanaqadir taassurotlar, hissiyotlarimni videoga olayotganman, shunaqa udim bor. Shu videolarimni har zamonda ko'rib turaman. Bu ham G'ulom aka aytgandek shuni yerga qo'ndiradi odamni. Lekin mana shu Sahro kabridan olib chiqqan eng kuchli bitta narsa bir stakan suv. Bir stakan suvingiz agar oldingizda bo'lsa, sizdan baxtiyor odam. Inson yo'q. Mana shu Sahro kabri o'tmagan, hali miyasi zaharlanishga endi tayyor bo'lib turgan insonlarga nima maslahat? Maslahat emas, ular nima olishadi? Mana Sahro kabriga borib yugurgandan. Sizlarda hozir eshitib qanaqadir xulosalar chiqarishimiz mumkin, lekin mana sizlar bitta so'z bilanmi yo bitta gap bilan qanaqa tushuntirib bera olasizlar? Hali yugurmagan odam nariga olib yugursa, bitta nima oladi? Nima olishi mumkin? Nima hayotida uni o'zgarishi mumkin yoki nima ta'sirida bo'lishi mumkin? Endi Sahro kabrda bu ultra marafonni, ultra masofani yugurish bu sport emas. Bu sport haqida emas. To'g'ri, marafon shaharda, tekis yo'lda, past balandliklarda, ha, bu sport, to'g'ri. Lekin bu ultra marafon, bu sport emas, bu ko'proq odamning qanaqadir ichki tuyg'ularini, qanaqadir dunyo qarashini, kelajakka bo'lgan qarashini, o'z hayotida qanaqadir chegaralarda bor yoki yo'qligini his qilishini. Alisher akam to'g'ri bir gaplari bor, shuni hozir aytaman, o'zlari ham tasdiqlaydilar. Sahro kabrdagi ultra marafon bu kuchli bir haftalik psixologik trening deb aytadilar Alisher akam. Odamlar juda katta pulni beradi shu har xil psixologlarga. Lutchi shu pulni shu ultra marafonga sarflasa, ko'proq saboq olsa bo'ladi bu ultra marafondan. Shunaqa. Meni hayotimda bu Sahro kabr juda katta ta'sir qilgan. Да, у меня, я в 18 году начал увлекаться, пришел в триатлон. И вот когда начал триатлон, в Ютубе всякие, вот я Алла Суперспорт смотрел подкасты, их лекторы называется. Вот. И вот один из лекторов, там выступали в Москве какие-то ребята, 3-4. И вот они в каком-то году вот они прошли, ну, то есть прошли, потом вот рассказывали, пришли в этот клуб Суперспорт и рассказывали, как они прошли. Вот я когда посмотрел, я загорелся этой. Поехать в Сахару, в пустыню. Представили себе. Да, они вот рассказывают свои вещи, как они видео, фото, вот это все палатки. И мне так это все понравилось. Я думаю, блин, вот я когда-нибудь до конца своих дней, ну, когда-нибудь, да, вот я обязательно должен этот старт пройти. Вот это было в 18 году, и спустя вот 4 года, 5 лет. ну, я потом, когда в 18 году поехал в Алмату, и там есть Тенгри Ультра, бежал за Алматой, где Капчагай, и мы бежали, и там такое место есть, где как пески. Я телефон свой достал и там говорю, там, вот, бегу, МДС, второй день, там, 35 километров, так записал себе. Визуализацию сделал. И вот спустя 4 года мне Шавкат Акемов в этой экопарке делали тренировку, какую-то тренировку, вот бежали. Мне говорят, вот, давай МДС сделать. Я говорю, давайте вместе. И вот так. И я что советую? То есть это мне никто не навязывал эту идею. Я как начал увлекаться триатлоном, я знал про этот старт, она круто, оно мне зашло, я хотел. Я не понимал его, настолько его глубину не понимал его, как он может тебе потом по жизни, как могут он сопровождать эти детали. Не понимал. Я как спорт принимал его. Ну, конечно, когда Алишер прав, что он лечит тебя. Ну, тяжело, конечно, не все, наверное, пройдут, да, но я благодарен Всевышнему, что благодаря вот какому-то вот в этот момент, что я мог сфинишировать его, да. Ну, вы представляете, 1200 человек,
и 500 не финишировали. Эти люди также регистрировались, эти люди также тренировались, столько ожиданий, их провожали семьи, да? Они приехали, стольким людям не везет, да? Да. Они уходят оттуда разочарованным, еще следующий год надо. А слот-то сгорает, Да. тебе опять надо опять подготовиться, опять не знаешь, как пойдет. Вот как Альшерик сказал, не совпадает, как мы примерно представляешь, ожидание, реальность совсем другое. Поэтому я не знаю, как советуют людям. То есть они должны послушать, они должны посмотреть. Если это внутри у тебя, оно тебе вот внутри здесь вот этот огонь такой есть, да, вот оно тебе понравилось. Наверное, это получится у тебя пройти. Да. Но если ты посмотрел, это тебе как-то, ну вот нету огня этого, да, то не надо так. То есть там Галым же сказал, это старт, я, говорю, никому не рекомендую. То есть люди должны, вот как Шавкат говорит, осознанно, все должно быть вот изнутри. Психологически быть готовым, физически потом себя подготовить. Lekin men o'ylayman biz mana O'zbekistondan ilk bor o'sha 37 biz 37-siga borgan bo'lsak, 37 yil davomida biror marta o'zbekistonliklar qatnashmaganda. Biz birinchi bo'lganmiz-da. Men lekin shunaqa bir tilagim borki, o'zbekistonliklar har yili u shunaqa bu juda ham bir katta bir tadbir hisoblanadi. U yoqda har yili o'zbekistonliklar ham qatnashsin deb shuni men lekin juda ham xohlar edim. Endi uni ustiga o'zbekistonliklar uchun bu hozir sal osonroq bo'ladi, chunki biz mana o'tib keldik, biz bu yerdamiz. Bizdan bir qanaqadir savollar bo'lsa so'rab o'tgan odamlar borda. Biz chunki biz tayyorgarligimiz hammasi endi bizda Rinat bor edi. Rinat lekin u ham Dubayda bo'lgan. Bundan endi u onlayn gaplashadi. Onlayn ham u nima deydi, doim band, u ham biznesmen, juda bir katta bir biznesmen, endi uni har nimada bezovta qilmaysiz. Shunga biz bu yerdamiz. Agar kim boraman deydigan bo'lsa, biz yordam ko'rsatishimiz mumkin. Juda ham nima deydi, biz shuni o'zimiz niyat qilgandik. Agar bizaniki ko'pchilik borsak, qancha o'zgarardik. Qadriga yetib, suvni qadriga yetardik. Bir stakan suv uchun baxtli bo'lib o'tirardik. Yashang. Chunki men misol uchun o'sha yerda har oldin bergan savolingizga qaytganimizda men nima xayollar miyangizga kelgan deganingizda men u yerda har kuni Chorvoqni eslardim. Shu Chorvoqni suvlarini-da men aytardim, bay qanaqa bir ajoyib joyda yashar ekanmiz, shunaqa bizda Chorvog'imiz bor deb. Shunga qaytganimizdan keyin mana triatlonda, men ham triatlon super sport klubida triatlonga qatnashaman. Biz u yoqqa Chorvoqqa suzgani trenirovkalarga borganimizda men bir odat qilib olganman. O'rtasiga kelganimizda, Chorvoq o'rtasiga kelganimizda to'yib suvni ichib olaman-da. Bunaqa shirin suv dunyoda hech qayerda yo'q deyman-da. O'sha o'rtasiga kelganimda o'sha yerda shunaqangi to'yib ichib maza qilib yana qaytib kelardim-da. Chunki shuning uchun har borganimizda u yoqda men esimda bor, bir marta mehmonlarimiz kelishganda bizani katamaran olib suvga chiqqandik. Qarasam suvda baklashkalar, bo'sh baklashkalar, qanaqadir bir nima deydi, shampundan qolgan butilkalari, o'shalar hamma suzib yurganda, o'shalarni hammasini bittadan borib terib chiqqanmiz-da. 2 qop musor yig'ib kelganmiz-da. Shunga men aytamanki, agar qani edi biz o'zbekistonliklar borgandan keyin, men bilmadim, bu haligi Chorvoqni qurshab, haligi nima o'rab olgan bo'lardi-da, haligi tashamanglar axlatlarni bu yoqqa, buni qadriga yetinglar deb. Ko'p narsani qadriga yetadigan bir ajoyib bu sahro shunaqa bir tarbiya beradi ekan. Oho. Mayli, biz ham bir kun borib qolarmiz. Lekin bizda qiziq joyi bor. Mana biza kelganda ko'pchilikki nechinchi marta kelyapsan? 3-marta, 4-marta, 5-chi, bittasi 35 marta kelgan. 37-siga biza keldik, 35 marta kelgan. Aytib, bular jinda bo'lgan, nima uchun bular qaytib keladi bu yoqqa? Hali biza hech narsa boshlanmagan, birinchi kun. Mana aytdim, men nasib bo'lsa shu finish qilsam, bir marta finish qilaman, bu yoqqa qaytib kelmayman. Chunki bilaman qanaqa qiyinchilik meni kutyapti. Finish qilgandan keyin men savolimga javob topdim, nima uchun bular qaytib kelarkan?
Shu sahroni go'zalligi sizni o'sha yoqqa jalb qiladi. Shu go'zallikni ko'rgingiz keladi. Bu go'zallikni oddiy ko'z bilan ko'ra olmaysizlar. Bu go'zallikni ko'rish uchun hamma niqoblar yechilishi kerak. Mana shu 30 kilometr, 40 kilometr, 90 kilometr, 100 kilometr sahroda yurganingizda niqobda ne harafi qolmaydi siz. Siz haqiqiy ko'zingiz bilan shu sahroni go'zalligini ko'ra olasiz. Mana shu narsaga odam qumsayar ekan. Yana bitta qiziq joyi bor. Mana biz bitta chodirda 8 kishi joylashdik. Bizlardan keyin 4 ta chodir rossiyaliklar joylashgan. Shunda men Alisher akaga o'shanda aytdikki, nasib bo'lsa, agar bu safar taqdir qilsa, kelsak bu yoqqa, bitta chodir o'zbekistonlik qilamiz deb mana shunaqa niyatimiz bor edi Alisher aka bilan. Keyin biz gonka tugadi, hamma finish qildi. Mana shu Rusiy zabon yig'ilgan hamma birodarlarimiz ular bilan chaqchaq qilganda ular aytdiki, yigitlarni davaychi 40-ga yubileyniga mana shu katta jamoa bilan yana kelamiz. 40-chi qachon bo'ladi? 26-yilda. Kelamiz. Alisher aka, bitta chodir o'zbekistonlik qilamizmi? Qilamiz dedi. Mana bugun 9-mart 2026-yil 1-aprel kuni Toshkent aeroportidan 8 ta o'zbekistonlik sahroga yo'l olyapmiz. Men to'g'risimi o'tgan yil aytib berganingizda 4-aprel kuni yoqda tekshiruv ishlari bo'ladi. Shu ryukzaklarni tekshiradi. 5-aprel kuni start. 250 kilometr 40-legendar ultramarafonga 8 ta o'zbekistonlik hozir super sport jamoasida, klubida tayyorgarlikni ko'rib, bizlarni ko'magimiz orqali hamma anjomlar, hamma kerakli narsalar yig'ilgan. Biz o'zi buni bilamiz. Qanaqa nima bo'lish kerak. Hamma 100% o'z komplektatsiya bo'lgan. Mana Ramazonni eson-omon yaxshilab o'tkazamiz. Keyin yo'lda olamiz Marokkoga. Shuning uchun qo'llab-quvvatlaysizlar. Qaysi chasovda kutib olishimiz kerak? Biz 16-da qaytib kelamiz. 16-da reyslarni tashlayman, aeroportda kutib olsangiz bo'ladi. Karnet surnaylar bilan? Bizlarni karnet surnaylarni aeroportda kutib olish kerakmi? Ha, yo'q. Zo'r. Shuning uchun mana shunaqa bir niyat qiluvdik. Mana shu niyatimiz amalga oshish arafasida 8 ta o'zbek kim ular juda hammasi o'ziga xos noyob insonlar. Biri-biridan zo'r. Ularni taniyman. Baxtli insonman ularni taniganda. Ular qatoriga men qo'shilishim kerak edi. Endi taqdirda, ya'ni yo'l qo'ymadi, o'sha menga chiqmadi-yu, yozib yuborgandi. Meni ham qo'shinglar deb aniqsam menga berishmadi. Lekin boshqa do'stimizga berdi. Mayli, znash hali bor ekan. To'xta, sen oldin triatlon Ironman bo'lgin, keyin Sahro kabrda yugurasan deb. Oxirgi savol. Qatnashmoqchi bo'lganlar bari qiziqadi. Endi to'g'ri bu miyadagi o'sha tayyorgarlik, fizik tayyorgarlik xarajati qancha bo'lishi mumkin bitta odamga? Umuman, общий shu borib, kelib, yeb, ichib, qatnash slot butun hamma endi podgotovkasini etish qiyin, mayli, epikirovka ham bo'lishi mumkin. Uningchida no podgotovka u ham endi vaqt u boshqa tema. Ishtirok etish sloti biz 23-yilda qatnashganimizda 3000 qancha to'ladik? 3195 to'ladik. Men kechagina kesimda. Bu safar Matizni shapkasi ekan. 4000 bo'ldi. 4000 yevro. Bu Gentran shapkasi. Men shaxsiy o'ylayman-da, yoki ishtirok etish 4000 yevro. Bilet yoqqa uchib kelish 2000. Gruba. Yana 1000 kerak yoqda yashashga. Barbaram finishdan keyin 1-2 kun tam Marokashda yurish kerak. Yana 4000, 5, 6000, 8000, ha yana 2000 salom yo'q, тренер, где-то год надо готовиться, где-то по $300 ежемесячно за тренировки. Тоже где-то 10 плюс 10 тысяч евро. 10 плюс. Shu 10,000 plus sportga ishlash uchun odam kim bo'lishi kerak o'zi? Ani miyada nima bo'lishi kerak u uchun? Qanaqa odam bo'lishi kerak? Chunki men kameramni sotib olganimda $1000 ga menga tushdi, Matizga boshda o'qisang bo'lardi, jinnimisan, kamera ham olasanmi deganda. Bu kamera bu endi pul olib keladi menga ertaga. Bu marafon 250 kilometr. Odamlar o'lib ketishi mumkin daryoda-da, qo'pol qo'yayotganda. Endi men bilan Alisher akamga hozir sal oson bu temada, chunki hamma kiyimlarimiz, hamma epikirovkalarimiz hammasi bizlarda bor. 23-yilda ishlatganimizda yana 26-yilda ishlatamiz. Shuning uchun bu yoqda bizlarda skidka bor, kichkinagina. Va hech narsa qo'shimcha xarid qilganimiz yo'q. O'sha bor narsani ishlatamiz.
Endi men bu narsaga boshqacha qarayman. Bu o'sha odamning o'zini sog'ligiga, shaxsiy rivojlanishiga, o'sishiga qilingan investitsiya deb hisoblayman. Kim haligi boyaga psixoterapiya degandik. Odamlar yillab qatnaydi bunga. Yillab qatnaganda agar hisoblaganingizda u 10 mingdan ham o'tadigan narsalar. Agar yaxshi mutaxassisga boraman degan bo'lsangiz, bu yerda hech qanaqa mutaxassissiz o'zingiz 6 kun ichida xuddi onadan yangi tug'ilgandek bo'lib chiqasiz. И maslahatda da yana Lekin yana bitta zo'r hissiyot bor sahroda. Hozir 40-yubileynida bu opsiya yo'q deb aytayaptilar. Balkim bo'lishi mumkin. Точно hech qayerda ma'lumot yo'q. Bizlar hammamiz yo'qotganmiz xat bir-birimizga xat yozish hissini. Mana shu sahroda har kuni obedda pochtalyon kelardi palatkaga и xat olib kelardi. Ya'ni bizlarda mana shu dunyoning любой chekkasidan любой odam menga, Alisher akaga, Ulan akaga xat yozishi mumkin edi. O'zini maxsus bir havola orqali o'tib, bizlarda shu startovi nomerlarimizni terib yozsa, o'sha xatni organizatorlar raspечатка qilib tarqatardi. Endi qarang. Sahroda suvsiz, qorningiz och, siz bir dunyoni sivilizatsiyasidan bo'lingan bir maydaginadir nuqtachadasiz o'sha. И sizga kelyapti xat. Men xatlarni olib o'qib yig'lardim. Menimcha hamma ko'proq ko'z yosh qildi, finish qilgan emas. Mana shu xatni o'qiganda hammada ko'z yosh bo'ldi ko'proq. Chunki bizlarda hozir ting messenjerdan keldi, o'qidingiz, qo'ydingiz, ayoqda unaqa yo'q, sharoit yo'q, sizga realni xat kelyapti. To'g'ri endi yozma ravishda emas, pechatni bukvalar bilan. Men shuni aytmoqchimanki, xatni olganingizdan keyin shu meni partnyorlarim, ota-onam, ayolim, bolalarim, jiyanlarim, o'rtoqlarim, umuman notanish odamlar yozyapti. Siz haqingizda qayg'uryapti, sizga aytayapti, kuch tilayapti. Hammasi o'tib ketadi, men ishonaman, buni siz amallaysiz degan narsalarni o'qib, ana shu yoqda ko'z yosh o'sha yoqda. Lekin men shu startga bormasdan oldin bir joyda ko'rdim lifehack. Kim ko'p xat olsa, shunda olov bilan muammo bo'lmas ekan. Ya'ni organizatorlar sizga shu xatlarni tarqatadi, siz ularni o'qib bo'lgandan keyin ularni o'tin sifatida yoqsangiz bo'ladi. Endi bir stakan kroshka choyni qaynatish uchun nima? 4 ta qog'oz bilan qaynaydi-da u. Tushunyapsizmi? Yana bir ikkita xas-xashak qo'shsangiz. Shuning uchun lifehack ko'proq xat yozsin sizlarga odamlar, o'tinning o'rniga qog'oz yoqasizlar degan aytuvdi. Men shunda ko'proq xat yozinglar menga, o'tinning o'rniga xatlarni yoqamiz dedim. Lekin qayerda bu emotsiyalar olgandan keyin u qog'ozni yoqib. O'sha endi aytmoqchi. Hammasi shuni yurakka joylashadi. Hammasini taxlab olib keldi. Например, men Ulan akaga o'tgan yil Ulan aka misol uchun 23-yilda shu 230-chi nomerda ishtirok etgan bo'lsa, 22-yilda shu 237-nomerda ishtirok etgan odam Avstraliyalik odam xat yozyapti Ulanga. Inglizcha kelgan. Ulan aka kim yozibdi menga inglizcha? Keyin Alisher aka olib o'qib, biz ikkovimiz inglizchani takib arrasidan bilamiz-da Ulan bilan. Alisher aka shuni o'qib, "Ye Ulan bu, короче, avstraliyalik bir paloncha sizga yozyapti xat, что o'sha shu nomerda o'tgan yil ishtirok etgan ekan." Yo'q deb tushunyapsizmi? Bu dahshat narsa. Men ana shu eng kuchli emotsiyani ana shu xatlardan oldim. Hozir endi menimcha hozir shuni opsiya yo'q deb aytayaptilar. Mana boyna Ulan aytdi-yu, Patrik Bauer, mana shu asoschi, shu ultramarafonning asoschisi 37-yilda, ya'ni 37-ultramarafon 23-yilda oxirgi ishtirok etdi. U har kuni ertalab start berardi hammaga общий и finishda oxirgi kun o'sha finishida qayerda medal beradi, shu finishda turib lichna o'zi qo'li bilan bittadan hammaga medalni beradi. Hozir u 86 ga, 87 ga kirgan. Yoshi katta, видимо, shu qarilik chog'i kelgani uchun shu lekin topshirdi. Boshqa odamlar olgan hozir uni yurityapti. Ular rivojlantirib tashyapti, boshqa. Ular o'zini rivojlantirib tashyapti. No, mana 39-da qatnashgan bolalar, mana Rossiyadan o'rtoqlarimiz bor, ular aytayapti, hozir deyapti, palatkada Wi-Fi bor deyapti. Aloqa zo'r. Suv checkpointda limit yo'q, qancha xohlasangiz olib ichishlaringiz mumkin. Bizlarda shunaqa bo'ldi deyapti. Keyin xat yozish opsiyasi yo'q, chunki Wi-Fi bo'lgandan keyin xat nima kerak? Shunaqa. Shunaqa narsalar bo'libdi. Endi
40-da bu narsalar bo'ladimi, bo'lmaydimi, nima bizlarni oldinda kutyapti, biz bilmaymiz. Nima kutayotgan bo'lsa, hammasi bizlarniki. Osonroq bo'lsa, demak oson o'tamiz. Agar qiyin bo'lsa, qiyin o'tadi. Chunki mana biz 23-yilda 4-etapimiz 90 kilometr bo'lgan bo'lsa, hozir 26-yilda 40-ultramarafonda 4-etap 90 emas 100 kilometr qilyapti. Oho. Qiyinlashtiryapti. Shuning uchun ham balkim mana shu xat yozish opsiyasini qoldirsa zo'r bo'lardi. Ayniqsa Sardordan xat kelsa, "Ha, yigitlar, podkastda jirillab gapirib turibdi." Qalay bo'lyapti deb. Necha internet bo'lsa ham yozib turaman, xudo xolasa. Bu podkastimiz davomiylik. Bu hozir bizlarda tarix, 23-yil. Yil to'g'risidagi bo'ldi suhbat. Hali endi qarang, Qaytib kelgandan keyin odam bilan hali qancha podkast olishingiz kerak. Oho. Tayyormisiz? 8 ta odam yig'ilib, unda prямой efir qilib yuborsa bo'ladi. Tayyor turinglar, marafonli prямой efirga 1 soat emas, bir 6-7 soat gaplashamiz. 8 ta odam travmalarni yig'ishtirib kelishdi, tozalanib yaxshi. Zo'r. Menimcha qolganlarga nima deymiz? Bizni ko'rganlar, eshitayotganlar o'ylab ko'rishsin. Yana qiziqishsin shu narsaga. Kamida bitta yugurishsin. Alisher aka aytgandek, yillar davomida o'sha o'zini qanaqadir psixoterapevt yoki kimgadir vaqtini yoki o'sha pulini ajratgandan ko'ra trenirovkasiga ajratib bitta borib kelish kerak yana. Shu imkoniyati bor odamlarga men juda ham tavsiya qilaman shuni. Ancha odam o'ziga kelib, aytmoqman, kibr degan narsa u yoqda bo'lmaydi deydi. Shu narsa juda ko'p odamga yordam berishi mumkin. Yaxshi. Zo'r. Endi menimcha davomiy bo'ladi bu yo'q. Albatta, mana 37-da biz qatnashdik. 38 hech kim qatnashmadi, 39 hech kim qatnashmadi. Mana 40-ga yana 8 ta ketyapmiz. 41-ga, 42-ga yana odamlar qatnashsa zo'r bo'lardi. Shuning uchun siz bir boshliq sahroda bo'lsangiz, sizlarni boshchiliginglarda va xatda men navorot va ular ekan stilidan bir nimadir qilib qolsa, men zadniy berishni boshlashim mumkin. Men tortish kerak keyin. Bo'ldi, tortsam ham davay deb ketaveraman. Zato ular ekan menimcha shijoati shu marafondan keyin keldi-da ularnikiga. Prям вообще Shunaqa gapirib beryaptilar, sezilib turibdi ichida qanaqa qiyinchiliklar o'tganini. O'zi aslida mana shu ultramarafonda davlatlarga kvotalar beriladi. O'zi asli buni asoschisi Patrik Bauer fransiyalik bo'lgani uchun juda ko'p fransuzlar ishtirok etadi. Fransuzlarda ishtirok etish chegaralangan. Angliyadan chegaralangan. Shuning uchun bizlar davlatimizga hali kvota bermadi. Shunga biz uchalamizni ham sразу bizga nima keldi? Подтверждение. 8 ta odamda ham mana registratsiya bo'ldi. Misol uchun 8 ta odamdan ham ограничение bo'lgani yo'q. Lekin yozganlarga hammasi ham qaytarmadi-da. O'zi mana shu 40-chi bu legendarniy gonka, bu 40-chi yubileyni bo'lgani uchun bularda limit 1200 ta, xohlovchilar juda ko'p edi. Shuning uchun bir haftaning ichida slotlar tugadi. Bir haftaning ichida patar sotilib ketdi hammasi. Shuning uchun bular list ожидания qo'shib, yana qo'shimcha odamlar oldi-yu. List ожиданияsi ham katta bo'lganligi uchun bu yili mana shu nimani yubileynisini 1200 o'rniga 1600 lekin ko'p targ'iblarni ko'ryapman, videolar ham juda ham ko'p internetda, Instagramda qizlardan nimadir ko'p chiqyapti. Bu yilgi 40-chi desa biz marafoniga tayyorgarligim qanaqa o'tyapti yoki nimalarni oldim desa, yon yigiti yo erimi qarab turib mundoq qilyapti-da, tipi jinni bu degandek. U meni xosligiga aytib beraman deyapti-da, yosh qizlar, endi yosh deganda o'sha sizlarga nisbatan yosh. O'zi ko'rinib turibdi, ko'zda olov bor-da, ular qatnashmoqchi. Vau dedim. Endi men xayolimda faqat sizlar edinglar-da. Bu yerda tashqi qizlar shunaqa holatdagi o'zi 30-40% ishtirokchilar ayollar bo'ladi yo'qda. Va distansiyadan схождение, distansiyadan yechilganlar soni ayollarda kamroq erkaklarga qaraganda. Yana bitta muhim narsa, u yoqda ayol erkak farqi qolmaydi. Chunki hayot uchun kurash bu yoqda, tirik qolish, maqsad tirik qolish. Mana biz birinchi kun borganimizda to'g'ri organizatorlar, tashkilotchilar shu palatkalar atrofida bir 30-40 metr uzoqlikda bunaqa chodirlar qo'ygan, hojatxonaga o'xshatib. Yo'qqa bir marta ketgan odam ikkinchi marta ketmaydi. Juda sharoiti yaxshi. Og'ir.
Ulan aka aytgandek qanday paketlar bergan. Birinchi kun hamma shu chodirlarga ketdik, hamma ketdi uzoqqa qanaqadir xas-xashaklarning orqasiga. Birinchi kun start bo'ldi. Birinchi kunda mana shu 35 kilometr o'tgandan keyin ikkinchi kun qolmaydi o'sha. Hech kim izlamaydi, yo'q xas-xashaklarni izlab ketmaydi. Baribir tabiiy hammada shu ehtiyoj bor. Ehtiyojini даже shu trassada yugurayotganingizda o'ngga yoki chapga, o'ngga yoki chapga bir qadam yoki ikki qadam tashlab, любой ishni qilaveradi. Ya'ni yurmaydi energiyani zatrat qilib, qanaqadir panon joy izlash. Hech kim u tomonga qaramaydi. Qaramaydi ham. Qaramaydi ham hech kim yoni uyat qildirmaydi. Hamma o'zimdan ovora, hamma o'zini yashashani o'sha energiyasini ham o'sha qarasam energiya deb bundoq qarasa o'sha energiya ketib qoldi. To'g'ri saqlasam bo'lmas. To'g'ri. Bu yoqqa qarashlik energiya. Kim bu yoq psixologiyaga ta'sir qilib olgan, uni keyin yana yo'l davomida o'ylab ketgan energiya bu не только как virus o'tirib olib, yana dalish so'radi kerak emas. To'g'ri. Shuning uchun panna joy hech kim izlamaydi, kiyim almashtirish uchunmi yo boshqa ehtiyojlar uchunmi? Kiyimlar o'sha bir hafta bitta kiyimda. Shunaqa bo'ldi bizniki. Bunda chegara yo'q. Misol uchun siz xohlasangiz ko'proq olishingiz mumkin. Misol uchun menda bitta, hammamizda bittadan shorts edi. Shu 7 kun shorts edi, yechmasdan yurdik. Haligi otelga kelib yechgandan keyin shorts yechishni tikka turdi. Rost, bu nimasiz, bu nima? Dushga kirdik. Haligi qum yuvilyapti, hech bo'lsinki mana bu oqayotgan suv jigar rangda, hech tugamaydi. Sahroda bitta qoida bor. Agar sahroda qumli bo'ron bo'lsa, san ham qumli bo'ron bo'lishing kerak. Sahroda shamol bo'lsa, san ham shamol bo'lishing kerak. Sahroda jazirama issiq bo'lsa, san ham jazirama issiq bo'lishing kerak. Men shu narsani tushundim. Sahro bilan kurashib bo'lmaydi. Umuman. Nima sharoit bo'lsa, shunga kirib ketish kerak. Hali birinchi kun qumli bo'ron bo'ldi dedilar, Alisher aka. Biz turib anaqa quloqlardan hamma joyda, hamma joy qum bo'ldi. Ikkinchi kundan qummi aka, mana yuvinish ham bo'ldi, hamma joy qum. Yeyotgan ovqatimizda qum, hamma yoq qum. Biz ham kulganmiz, men aytayapman, uyga borganimizdan keyin mana tuzlarni oldiga bir qum qo'yib qo'ysak bo'ladi. O'rganib qolganmiz-da, shuncha. O'ziga qo'yib. Keyin nima demoqchi edim hozir? Yaxshi nima ham kelgandi bir. Shu ovqat bo'yicha aytib, qumni aniq qilishadi. Eng muhimi sahro jim turmasin. Sahro jim turdimi, bu juda yomon narsa. Ya'ni shabada to'xtasa, представьте, tepadan issiq uryapti, yerdan issiq kelyapti. Shu payt siz terlagansiz, shabada sizni qandaydir issiq bo'lsa ham ventilatsiya qilib turibdi. Shunaqa momentlar bo'ladi, shabada to'xtab qoladi. To'xtab qolgan payti ana shu ichingizdan issiq ana shuni ko'tariladi. Xuddi bilasizmi, biz shunaqa nimada bo'lganmiz, 90 kilometrlik menimcha kun bo'lgan o'shanda. O'shaqa issiq, xuddi bilasizmi, tandirga solib qo'ygandek sizni. Siz o'ylaysizki, hozir ani toqqa borganimdan keyin bunday bir soyaqroq joyga o'tiraman deysiz-da. Haligi nimaga toqqa shunaqangi endi biz yugurib ketyapmiz, tezroq yetib olaylik o'sha, chunki biz ketyapmiz ochiq nimada, tepamizdan urib turibdi 55 gradus, tegimizdan urib turibdi 55 gradus. Bu nimadan hech qatdan shamolni qilt etgan shamoli yo'q. Tezroq u narigi toshga, ana nimaga toqqa yetib borsak, o'sha yerda bunday bir soyasida o'tiramiz deb, shunda borganimizdan keyin nimaga o'tiramiz desak, toshga o'tiramiz deb 55 gradus toshda. O'tirib bo'lmaydi ham. Haligi o'tga o'tirmasdan bunda suyanamiz desak ham issiq. Haligi soya deb, endi soyada odam ozgina nima bo'ladi-yu, haligi sal 1-2 gradus pastroq bo'ladi-yu havo harorati. O'tirsak, u yoq ham 55 da. Yo'q, umuman bir qatta ham bir joy ham yo'q, haligi 55 gradusdan pastroq joyni o'zi yo'q. Prosta ozgina. G'alati. Biz chunki endi soya deganda biz o'ylaymizki, endi soya bo'lgan joyda sal mundoqroq, issiqroq, nima, salqinroq bo'lib, ozgina dam olamiz desak, bordik, yo'q. Vertolyot uchadi-da. Vrr bu yoqqa uchadi, vrr bu yoqqa uchadi vertolyot. Nima uchun buncha uchadi bu vertolyot? Biz tushunmasdik. Bizga GPS оборудование berdi. Rezinka bor, rezinkani yechsangiz, ichida ikkita knopka bor. Bittasi sos, bittasi men o'yindan chiqdim. Sos agar sizga bir nima bo'lsa, agar o'zingiz bosa olmasangiz ham yoningizda sherigingiz ochib sosni bossa, u mediklar bilan birga keladi. Lokatsiyangizga sразу mediklar keladi. Birinchi tibbiy yordam bilan keladi.
O'yindan chiqdimi bossangiz, o'sha yoqda turasiz, ketingizdan kimdir yo mashina yo vertolyot kelib olib ketadi. Bu vertolyot odamlar toshib yurar ekan. Haligi mentalni haligi yutqizganlar shuni bosib yuborsa, trassada bo'lsa, mashina bora olmasa yo'q, vertolyot kelib olib ketadi. Shuning uchun biz hazil qilardik. Alisher aka bir kataysa qilmaymizmi deb. Endi aytmoqchi edim. Zo'r ekan tekinga shunga katesa qilishga davay deb. O'xti, bu har doim yoningizda knopka bor-da. Knopka bor, любой время o'yindan chiqishingiz mumkin. Shuning uchun ham bu ruhiy barqarorlikmi nima deydi bu? Mana shu ruhan odam yutqizganlar juda ko'p bo'ladi. Mana 3 ta etap o'tgan odam 4-chi mana hozir ertalab chiqishimiz kerak, 4-chi etap 90 kilometr yugurishga palatkada o'tirib knopkani bosib olganlar bor. Tushunyapsizmi? Startga chiqmasdan. Chunki juda qiyin. Aytman o'sha xuddi bir tandirga tushib qolganingizdek 55 gradusda hali yugurish, u yerda o'tira olmasangiz, yota olmasangiz, yugurib juda qiyin. Adashib bosib yuborsa-chu knopkani. Unaqa joy. Yo, adashib bosa olmaysiz, uni bosish uchun mana rezinkani защита harakat qilish kerak uning uchun. Endi bosgandan keyin kelib, men adashib, men shu urib quyosh, men adashdim. Ketdi. Benzindan to'lib beraman, qaytinglar. Keyin mana shunaqa joylar bor edi, 90 kilometrga ko'ruvdik, sizda bo'lsa, tibbiy yordam mashina turibdi. Mana mashina turgandan keyin mashina soyasi bo'ladi-yu, mana shu soyasiga odamlarni yotqizgan. Hammasiga kapelnitsalar ulagan, vidimo ular bosgan. Ularni уже hammasini bitta joyga yig'gan. Shu tibbiy punkt oldida bunchagina soyada kallasi turibdi, hammasida kapelnitsa turibdi. Shunani ko'rasiz. Chunki u yoqda обезвожение bo'ladi-da, odam terlab juda ko'p suv yo'qotadi. Shuning uchun ham ishtirokchilar deb organizatorlar, tashkilotchilar beradi солевой tabletkalar. Da 200 ta. Har yarim soatda bitta ichishingiz kerak. Trassada bo'lganingizda. Men har yarim soatda emas, har 1 soatda ikkita ichyapman. Alisher akamdan ham bitta case bor. Bu kishi tabletkani kam ichdilarmi, nima qildilarmi? Bu kishidan ham обезвожение bo'ldi. Radmir degan do'stimiz bor. Qaysidir etapda Alisher aka bilan birga tushib qolganda, endi hojatga chiqqan payti u shuni ko'rib Alisher akani siydiklarini rangini ko'rib qoladi. Aytadi, qani qo'lingizni bering. Haqiqatan ham qo'llari meni sarjilkadek ishigan bo'ladi. Alisher aka sizda обезвожение, срочно солевой tabletkani ko'paytiring deb aytadi. Shundan keyin normal bo'ladi. То есть обезвоживание bu tuz yo'qolib, odam shishi boshlaydi. Suv yo'qoladi. Suv yo'qoladi. Nima uchun солевой tabletka tuz suvni ketishini qo'ymaydi. Даже mana oddiy go'shtga tuz sepsangiz, go'sht o'zidan suv chiqaradi. Xuddi shunday. Organizmda tuz bo'lganda suv ketishi qiyin bo'ladi. Sekinlashadi. Keyin bu misol uchun biz kunduzidagi nimani aytyapmiz-da, haligi qiyinchiliklarni mana shu 55 gradus. Kechasi mana biz 90 kilometrlik masofani o'tyapmiz. Kechasi endi salqinroq bo'ladi. Salqinroq tushgandan keyin endi o'ylaysizki, haligi hozir mana dam olaman, ozgina mazza qilaman deysiz. Soat shu kun botgandan keyin soat 6 dan nechida kun botgan bo'lsa, soat 6 dan soat 12 kechasigacha o'tgan masofamiz hammasi qumli bo'lgan. Qumdan yurish o'sha nimalarda, ana juni deydi. Undan yurish shunaqangi qiyin narsaki, men eng yomon ko'rgan joyim o'sha qumli joy bo'lardi. Chunki u yerda aralash joylardan yugurardik. Bu yoqda 6 soat davomida qumda yurasizda, hali ketyapmiz, qachon tamom bo'ladi bu janavar, qachon tamom bo'ladi deysizda, haligi tamom bo'lmaydi-da, 6 soat ketyapsiz, qum. Shu yerda ham sinib qolish juda ham oson-da, hech gap emas. Bu qum endi hamma yoqdamiz, bar oyoqni ichiga kirganda ishilib tashlamaydi-ku. Mana bularniki. Да, вот как Алишер говорил, что вот эти камни настолько острые, они вот этот гейтерсы рвутся, да, от них. Я видел, как зашивает Алишер, думаю, блин, мне надо сэкономить, но его. И места, где есть места, где просто нету камней, где нету песка, я вот там гейтерсы поднимал вверх, чтобы они, дольше сохранились, да? Да. В этот момент у меня попали, какой это был, 2-й день или 3-й день? 2-й день, скорее всего, да. Вот у меня попали эти
значит, камушки, да, пески. И как Ренат говорил, тут же надо остановиться, не полениться, тут же почистить надо. Если почувствовал, что попадает, ну, чувствуешь, что да, песок попал, тут же надо его почистить, надо ноги. А если ты оставишь, оно так они, то есть незаметно и сразу, да, не делает мозоль. И вот у меня из-за этого потом пошли мозоли. То есть у вас Гейтерсы нельзя открывать. 4 дня вы получаете просто мучение, да? Да, каждый день. После этого еще я там ходил, у них есть вот медпункт, ты приходишь, они дают какую-то воду, раствор, который специально дезинфекцию делает. Ну, их дает, по-моему, 3 литра, можно ноги помыть, классно, да? И вот я туда ходил, хотя не надо было, в общем, короче, я туда ходил, ноги мыл, они обрабатывали опять этим, лейкопластырем полностью обматывали всю твою ногу, и ты на нем ты спишь, утром сверху одеваешь носки, теперь одеваешь кроссовки, закрываешь гейтерсами, и вот 55 градусов, и ты еще, и ты дальше, и там начинается вот. И поэтому где-то к 4-му дню у меня там гной пошел. Да, ulanda заражение bo'ldi. Заражение qayerdan bo'ldi? Mana shu geytersini ochib yurgan paytda toshchalar tushdi. Yer issiq bo'lgandan keyin oyog'im qiziydi. Oyoqda чувствительность yo'qoladi. Mana shu mayda toshchalar oyog'ini shu mozollarini izib yara qiladi. Yo'qqa qum tushgandan keyin u infeksiya kiradi. Tushunyapsizmi? Shu infeksiya kirgandan keyin oyog'ini tigi заражение bo'lib yiringlab ketadi. Yiringlagandan keyin yiring beradi yuqori temperaturani. Mana shuning uchun ham videolarimiz bor. Biz uchalamiz ketyapmiz. Ular oqsab ketyapti. Bitta oyog'ini, o'ng oyog'ini, правильно. O'ng oyog'ini полностью qo'ya olmaydi, faqat tovonni qo'yapti buni. Mana bu yo'q joyi shunday erinlagan. Lekin bitta videoda ko'rdim, finishga yugurib ketayotgan odam ketdan yugurib, gaplashib davay deyordilar-ku. Bu uni oldin edi u. U finish o'sha kungi finish edi, qaysidir kunga. Yo'qda 6 kun siz tug'ilib o'lishingiz kerak-da. 6 marta tug'ilib, 6 marta Люди после МДС делают татуировку на икры или где-то там МДС. Жака так и спрашивал. Телефоном qilgan. Вы будете делать МДС? Я говорю, меня вот это 90 километров с этим болем, когда я проходил, каждый шаг мне вот татуировку делал в голове МДС. И когда 90 километров закончится, у меня уже в голове есть татуировка внутри МДС. Поэтому... Ну и, наверное, шрам тоже остался. 40-chi marafonga mana hozir ketyapmiz, 1-aprel kuni. Ulan akaga qancha aytdik, ketdik Ulan aka biz bilan yuring. Ulan aka yo'q. Fakat hali yetadi menga, doza tugagani yo'q. Men sizlarga xat yozaman dedi birinchi boshida. Endi xat opsiyasi ham yo'q Ulan aka. Internet video, через internet fan-klub. Keyin aytingiz-ku, kola mana kelganingizda finishda, keyin dushlar ham ancha boshqacha bo'lgandir. 3-6 kun dush olinmagan normalniy. Bu yerda dush prям tushyapti. Dushlarda to'xtasin. Mana biz Saxroy kamerga kelgan kunimiz bizga suxoy payoq berishdi. 2 kun ular bizlarni mehmon qilishdi. Bizga suxoy payoq berishdi. Mana kraftovoy paket berdi. Ichida buncha qutichada qanaqadir pechenye bor, suxariga o'xshagan 4 ta yong'oqchalar, qanaqadir mayizchalar, и bitta konservni banka berdi. Tuna yozilgan ustiga. Ochdik, tunets, baliq, 2 qoshiq yedim, shunaqa bemaza baliq. Yolmadim oxirigacha, tashlab yubordim. Menga yoqmadi degandan keyin Alisher aka o'zlarinikini даже ochib ham o'tirmadi. Ulan aka yedim, yo'qmi? Я до конца съел. До конца съели, голодный bo'ldi. Ish qilib, shunaqa bemaza baliq biz finish qildik. Endi bizlarni otelga olib ketyapti. Avtobusda o'tiribmiz. Avtobus yo'lda yarmida shunday to'xtadi-da. Hammaga suxoy payoq tarqatdi. Shu koordinator aytdiki, xohlasangiz avtobus ichida o'tirib yeyinglar, xohlasangiz tashqariga chiqib yeyinglar. Hech kim avtobus ichida qolmadi. Hamma tashqariga chiqqan, hamma kir, haligi chir, shunaqada soqollar o'sib ketgan, hajamani soqolimiz. O'sha qaytyapsizlar. Qaytyapmiz, tugadi. Hech kim avtobusda kresloda o'tirib bo'ynak suxoy payoq yesa bo'lardi, hamma ko'chaga chiqib yerga o'tirdi. Bir avtobus 30 kishi odam yerga o'tirdi. Hamma shu suxoy payoqlarni ochsam xuddi shu konserva. Shuni ochib, yog'li. Haligi ochilgan anaqasini qoshig'imiz bizlar sinib ketgan edi-da, короче, qoshig'imiz ham yo'q edi. Bo'ynagi konservani ochgandan keyin shu nimasi qoladi, temirchasi. Shu temirchasidan bunday qoshiqcha yasadik. Bo'ynagi yog'lari bilan shunaqa yeyapmiz. Aytib, bu Alisher aka buncha mazali bu.
Shunda tagida borki, tagida yo'qlarni ham tozalab, haligi yaltirlatib qo'yib, bunaqa mazali baliq yemaganda men. Ya'ni qarang endi. 6 kun oldin xuddi shunaqa baliqni biz yedik. Bizga yoqmadi. 6 kundan keyin xuddi shunaqa baliq, upakovkasi ham, markasi ham shu. Yeyapmiz shunaqa mazali. Ya'ni o'rtada 6 kun biza shu sublimat ovqatlar yeb, suvsizlik bo'lib, qiynalib, tirik qolish uchun harakat qilganmiz. Mukofoti mana shu, yana o'sha baliq. Ya'ni shu baliqni bizga berdi, biz puf sassiq dedik. 6 kun qiynalgandan keyin xuddi shu baliqni yeyapmiz, qanaqa mazali. Qadriga yetdi. Ko'ryapsiz? Hamda Ikkita har xil odam. tilingizni butun retseptorlari ham yangilanadi. Yangilanadi. Uni hali yeganingizdan keyin mazasini bilib ketyapmiz. Suv shunaqangi shirin ko'rinadiki, endi qo'yaverasiz. Otelga keldik, yoqda basseyn bor ekan. Vau, deyapmizda basseyn. Haligi uchalamiz bitta xonada dushga kirganmiz, yuvinyapman, bo'yna jigar rang suv tugamaydi. O'zimda tushunmadim, dushda jigar rang kelyapti, yo'q qarasam, Yo'ni cho'ni bo'lib, ya'ni yangi kiyimlar, toza galavujin kiyimlar. bo'ldi. Aha. Ketdik galavujinda, tam shvedskiy stol turibdi, hamma o'ziga ovqat, mana patnosda bor, patnosda to'la hamma o'ziga ovqat olgan. Yeysiz ketaveradi, qayerga ketadi? Men короче Garmin'da hamma kaloriyalarimni hisobladim. 300 ta burgerni kaloriyasini yo'qkanmiz 6 kunda. Oho. 300 ta. Oho. Endi biz to'liq kunga hisoblasa 7 kun bo'ldik sahroda. 6 ta etap. 90 kilometr bu shu 2 kunga ketadi vaqt. Shuning uchun ham 7 kun 6 ta etap. Mana shu 6 ta etapda 7 kun ichida 300 ta burgerni kaloriyasini yo'qkanman. Soat o'lchaganicha. Soatda qancha progressions bo'ladimi? 250 ta bo'lsa ham tasavvur qiling, 250 ta burger. Yo'q, o'shada. Bu qarang mana, o'sha yig'ilib qaytdinglar, o'sha gastitsami, o'sha gala konsert bo'lyapti, o'zi hamma o'sha uchastliklar Saharada bo'ldi. Sahroda bo'ldi. Sahroda biza mana shu 42 kilometr finish qilgan kunimiz tashkilotchilar bizlarga operni konsert qo'yib berdi. Katta sahna qilishdi, zaslujенная artistka opera keldi, bitta ayol kishi qizil ko'ylakda, sahna chiroyli, bu yoqda gilam to'shalgan, hamma shortikda, jon ochiq, hamma joyi qashqalar, dori sepilgan, dori surtilgan, hamma qiyshayib yotib olib konsert ishlatib turibdi sahroda. Urushga nimalarga frontga borishardi. Otelda bo'ldi galavujinda shu hamma birga yig'ilib ovqat yeb, keyin ertasi kun biz Marakashga qaytdik. O'sha bilan Toshkentga. 3 kun Marakashda otelning tapchikada yurganmiz. Oq tapchikada. Keyin o'sha yerda magazinda bitta tapchik, oyog'imizga krossovka kiygimiz kelmadi. Ya'ni 10 ta barmoq bo'lsa, 10 ta barmoq hammasi mazur. Yo'qniki o'xshab yuribdi, shuning uchun oq tapchikalarda yurganmiz Marakashda. Bizni ham barmoqlarimiz hammasi nima go'sht bo'lib ketgan. Pishib ketgan-ku. 55 gradus. Mazorlarimdan, nimalarimdan hammasidan. Shunaqa mashhurda bo'lgan. Zo'r. Mayli, bizga ham nasib qilsin, akalar, sizlarning yo'linglar, biz ham shu narsa. Sizga rahmat, Sardor. Sardor, katta rahmat. Rahmat. Shunda hozir biz ham rohat qildik, eslab. Xuddi qaytib borgan. Mani olib borib keldinglar. Takoy. Agar sizlarga ham mana shunaqa tekiniga borib kelish kerak bo'lsa, gaplashinglar ozgina, borib kelgandek bo'lasizlar. Lekin his qilmaysizlar, shunisi bor. Rahmat, qolganlar o'ylayman, что o'ziga bitta yaxshi xulosa chiqarib olishadi, sportga targ'ib bo'ladi degan umiddaman. Yugurishni boshlaymiz, triatlon, bu yog'i ultramarafon. Endi keyin bu yog'i nima deydi? Yana nimadirlar chiqsa qo'ramiz. Mana sizlar to'xtamasinglar kerak. Hammaga bu narsani tilab qolardim. Sizlarga rahmat. 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 Всем так. Всем